Sizni xakerlar buzyapti, lekin u sizni xatoyingiz bilan buzyapti. U yerda siz aldanmayapsiz. Oddiy mashinnikdek qilishyapti. Har bir insonni o'zini agenti bo'ladi, sun'iy intellektli. Sizni vazifalaringizni bajarib beradi. Ertalab turdingiz, nimalar qilmoqchiligingizni unga aytasiz, u o'sha narsalarni oldindan sizga tayyorlab qo'yadi. Kimgadir Telegramingizga kirib javob yozar, Instagramda siz o'zingizga post yoki stories qo'yadi. Ko'pchilikda savol tug'iladi, sun'iy intellekt dasturchilarni ishini olib qo'yadimi buni? Aslida men hozir ko'rayotgan tendensiya, hozir ko'rayotgan o'zgarish sun'iy intellekt ish ko'paytiryapti. Vizier podkasti barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi suhbatimizning mehmoni dasturchi, senior dasturchi, sun'iy intellekt va dasturlar sohasida 6 yillik tajribaga ega mutaxassis Komiljon Hamidjonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa mana siz bilan dasturlar sohasida, IT sohasida, sun'iy intellekt sohasida ichimizdagi barcha bor bilimlarni auditoriyamizga berishga harakat qilamiz. Demak, suhbatimizni boshlaydigan bo'lsak, o'zingiz haqingizda, faoliyatingiz haqida biroz aytib o'tib ketsangiz, Komiljon aka, qanday boshlangan o'zi, nima orqali kirib qolgansiz, hozir nimalar qilyapsiz, nimalar bilan shug'ullanyapsiz, hammasi haqida qisqa ma'lumot berib o'tib ketsangiz, keyin asosiy intrigali mavzularga o'tib ketamiz. Yaxshi, o'zi dasturlashga kirib kelishim ham ajoyib hikoya bo'lgan. Men o'zi bolaligimdan kompyuterga qiziqardim. Dasturlashga qiziqishim, kompyuterga qiziqish bilan boshlangan. O'sha paytlarda kompyuter yo'q paytlari men bitta klaviatura bilan kirib kelganman desam bo'ladi dasturlashga. Ya'ni klaviatura. Klaviatura oddiy. Meni maktabdagi informatika bo'yicha o'qituvchim meni kompyuterda tez yoshga qiziqishim, ishtiyoqimni ko'rib, uyda kompyuter yo'q, shuning uchun klaviaturani shunday o'zini buzuq klaviaturani sovg'a qilib yuborgan. Mana shu orqali tez yozishga mashq qildim. Xontaxtdan ustida klaviaturani qo'yib olib, mashq qilib, o'shandan boshlangan. Keyinchalik 12 yoshimda birinchi kompyuterimni uydagilarim olib bergan. Kompyuter o'yinlariga qiziqqanman, hamma bolalar qatori. Ya'ni men qachondir qanaqadir geniy bo'lganman demoqchi emasman. Hamma bolalar qatori disklarni sotib olib, kompyuter o'yinlarini hammasini o'ynab chiqqanman. No, keyinchalik nima deydi, nimadir ishlashni boshlagan. Men kimlardir yasagan o'yinlarchida o'ynab yuribman. Qachon men shaxs sifatida o'zimni nimadirni ishlab chiqaman, o'zimni dasturimni ishlab chiqaman. Ana o'shandan keyin qiziqish paydo bo'lgan, lekin vaholanki men shahar ichida emas, shahardan tashqarida tug'ilib o'sganim uchun dasturchi tanishlarim yo'q edi. Bironta tirik dasturchini tanimasdim. Hamma narsa o'rganib ko'rganman. Internetda ana baklashkanchaga modemni qo'yib olib, tomni tepasiga ilib qo'yib, endi qishloqda internet yaxshi chiqmaydi. Ertalab soat 6-8 orasida internet chiqsa, Google'ga kirsamda nimadirlar olsam, Wikipediyadan bilan farqi yo'q. Dasturlash haqida nimadirlar olsam, o'shalarni olardim, skachat qilib yuklab turib, keyin ularni o'qirdim. Ruschada tushunmasam, Google переводчик nimadirlar qilib turib harakat qilardim. Juda uzoq vaqt yo'qotganman ustozsiz tayyorlanishga. Bu hozir 12 yoshimda deysizmi? Birinchi kompyuterimni sovg'a qilishga. Nechinchi yillarga to'g'ri kelyapti? Xo'p, 12 yoshim endi bu kompyuter o'yinlari bilan hamma bolalar qatori o'tgan. Jiddiyroq qiziqishim 15-16 yoshdan boshlangan. Informatik kitoblarni o'qirdim, o'sha internetdan izlanardim, dasturlash tillari, o'sha Pascal dasturlash tili, keyinchalik C++ dasturlash tili. Kollejga chiqqandan keyin o'sha musobaqalar, olimpiadalarga qatnashardim. O'zim internetdan izlanib, nimadir o'rganib. Shunaqa bir ancha muncha vaqtim o'tgan. Lekin keyinchalik til o'rganganimdan keyin ozgina mustaqil o'rganishim sal samayroq bo'lgan, chunki o'zbek tilida men bilan yo'q edi. Hozirga o'xshagan ChatGPT o'zbekcha gapirib tashlamasdi. O'zbekcha videolar ham topish qiyin edi. Keyin ingliz tilini o'rganganim uchun ingliz tili sal qulay bo'lgan. O'sha paytda kattaroq ma'lumotlar bazasidan nimadirlar qidirib topishim. Va albatta oxiri haqiqiy ustoz topganimdan keyin ishonasizmi, menga to'g'ri oy ketgan. Ustoz bilan shug'ullanib kirib ketishimga. Demak, ustoz topgansiz, u bilan to'g'ri shug'ullangansiz va ishga kirgansiz. Ungacha yillab vaqtim ketganda, misol uchun qanchadir vaqtim o'tardi, mana bu yil 1-2 oy shug'ullanaman, bo'ldi, tashlab qo'yaman. Yana kelasi yil nima internetdan qidiraman, yana qachon shug'ullanaman, yana qolib ketib qoladi. Shunaqa bilmam, 4 yildan oshiq vaqtim ketib qolgan menimcha. Keyin haqiqiy o'sha ustoz bilan ishlashni boshlagandan keyin real proyektlarga chiqishni boshlaganman. Lekin ustozgacha ham kichikroq proyekt qilib ko'rganman. O'zi qo'limdan kelishini his qilganman. Mana shu yillar ketgan vaqt bekor ketmaganligi uchun o'zimga isbotlaganman. Keyin meni qo'limdan kelar ekan, endi ustoz topishim kerak deb, uydagilarga ham men bu sohaning odam ekanligimni isbotlab olganimdan keyin ustoz bilan 4 oy aniq mashg'ulotlardan keyin to'g'ridan-to'g'ri ishxonada, u yog'i faqat ishxonada o'sganman desam ham bo'ladi. Hozir bir narsaga aniqlik berib o'tib ketamiz, qarang. O'zingiz 4 yili o'rganishga harakat qilgansiz mustaqil ravishda. Onlayn bo'lsin, internet hali u paytda ma'lumot yaxshi bo'lmagan paytlar deyapsiz. Lekin agar hozirgi paytga
taqqoslab gapirsak, hozirgi davrda dasturlashni uyda o'tirib onlayn ravishda o'rgansa bo'ladi. Bu xoh o'zbek tilida bo'lsin, xoh ingliz tilini bilmagan taqdirda ham. Shunaqa. Men o'zim ham statistikani ko'rdim. Dasturchilarni asosan 70% taxminan statistikada ko'rganim onlayn o'rganishar ekan. Hozirgi kunda o'rganayotgan ko'p dasturchilar o'sha onlayn o'rgangan. Keyin men haligacha o'sha senior darajaga chiqqanlar bilan gaplashganimda kamdan kami soch o'quv markaziga borib o'rganganlar. Ko'pi mustaqil o'sha men o'rgangandagi etaplardan o'tgan yoki internetda til bilgani uchun bir xil rus tilini bilib rus tilidagi manbalardan o'rgangan. Asosan onlayn o'rgangan ko'pchilik. Aytmoqchimanki, men esimda 2-sinfimda, ya'ni bu 2009-yillarga to'g'ri kelyapti. Onamlar uyiga yozda kompyuter olib kelishgan. Oddiy kompyuter bo'lardi. Aytganingizdek ichida faqat o'yin, 300 ta 400 ta o'yinlar bo'lardi esimda bo'lsa, o'sha GTA, futbol, mini igralar, bir narsalar bo'lardi. O'sha paytda esimda kompyuterim bo'lganidan keyin kunimni yarmini faqat kompyuter o'ynashga sarflaganman. Bu sizda meni oshqim bo'lmagan, klaviaturani tez yozish yoki biron narsalar qilish. Ha, bo'lgan, Wordda yozardik, qiziqishdan u ham, lekin ataylar mana shu dasturchi bo'lamiz degan niyat bo'lmagan. Dasturchi emasman, marketologman. O'zim matematika sohasiga ketganman, lekin yoshligimni ayta olaman, katta qismi mana shu kompyuter o'yinlari bilan o'tgan. Haligacha o'ynab turamiz ba'zi paytda. Buni yomon odat deb oladigan bo'lsak, undan qutulganmiz hozirda. Shu oldin lekin esimda shu 2-sinfimdan boshlab, даже mana universitet karantin paytlarigacha tinmay o'yin o'ynardik, kompyuter o'yini o'ynardik. Agar o'sha paytdagi vaqtlarimni dasturlashni o'rganishga sarflaganimda, bilmadim qanaqa bo'lib ketardi. Senior bo'lib ketarmidim. Menda shunchaki bu narsaga qiziqish bo'lmagan. Lekin bilasiz, mana shu narsani kompyuter o'yinlarining foydasi bor. Ha, bo'lgan, albatta bo'lgan. Isbotlangan. Misol uchun 300 xil o'yinni o'ynagansiz, sizga birov ustoz o'rgatmaganda o'yin o'ynaysiz, o'rgangansiz. O'yinlarni algoritmini tushunmaguningizgacha o'rganish foydali. Misol uchun PUBG'mi? Okey, PUBG qanaqa o'ynashini bilguningizgacha bir necha kun o'ynash foydali. Undan keyingisi takroriy ish harakatlar. Bu endi miyangizga unaqa katta foyda bermasligi mumkin, lekin yangi chiqqan o'yinda menda shunaqa edi. Telefon olgan paytlarda shunaqa. O'yinlarni skachab topib turardim, o'ynab ko'rardim, 1-2 kunda o'chirib tashlardim. Va bu endi bilyapman, har xil maqolalarni o'qib, bu juda katta foyda berar ekan, insonning o'rganish qobiliyatini tezlashtirar ekan. Inson, ya'ni nimadir yangi muhitga kirganda prosta qarab turmas ekanda, har narsani bosib ko'radi. Dasturlashda ham o'zi shu narsa. Zo'r, men endi har xil o'quvchilarni o'qitib ko'rganman, bu sohada shogird chiqasaman, so'rashadi. Endi onlaynda ham yoki offlaynda ham mana buni bossa nima bo'ladi? Rasmga chiroyli qilib tashlashadi. Men yozaman, bosib ko'r. O'zing qilib ko'r. Da, ya'ni bosib ko'r, shu narsani harakat qilib ko'rish kerak. Ko'pincha o'yin o'ynaganlar hamma narsani bosib nimadirlar qilib ko'rib topib oladi. Biz ham tushunmasdik, til tushunmaganmiz, rus tilini ham, ingliz tilini ham tushunmasdan o'yin o'ynagan paytimiz har narsani bosib ko'rardik, nimadirlarni topib olardik. Dasturlashda ham shunaqa qilib sinab ko'rishdan qo'rqmaydiganlar tez o'sadi. Ta'lim sohasiga kiradigan bo'lsak, dasturlashni misol uchun aytaylik, men hozir endi 20 yoshdan yuqoriman. Agar hozir qandaydir ishqim paydo bo'lib, balkim shunaqalar bordir, dasturlashni o'rganaman deb yurganlar bordir, 20 yosh, 25 yosh. Agar hozir o'rganishni boshlasa, hali kech emasmi dasturlash sohasiga kirish uchun yoki bu narsani mutaxassis, senior bo'lish uchun yoshlikdan, mana shu 15-16 yoshlardan o'rganib kelish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, menimcha kech emas. Mana bilasizlarmi, ko'pchilik nima deydi, odamlarda o'rganish xohishi bor, kechiktiradi. Kechiktirgan sari siz uzoqlashasiz, dasturlashga yaqinlashayotdi deymanda, hazillashib. Chunki mana hozirgi dasturlash bilmayman degan odam ham mani 16 yoshligimdagi paytdan ko'ra ko'proq biladi IT bo'yicha bilmi. Shunchaki telefonning o'zi bilan IT bo'yicha bilim kuchayib qolganda, oldin kompyuter soatxonligi qancha vaqt o'qiladi, hozir shart emas. Telefonni mana klaviaturada yozish ham hozir odam o'rganmayapti. Chunki telefondagi sensor telefonlardagi o'zi klaviatura, qo'l o'rganib qolgan. Undan tashqari sun'iy intellekt chiqqandan keyin dasturlash ancha osonlashdi. Ko'pchilik tajribali bir 10 yillik yoki 6-7 yillik dasturchilar tan olgisi kelmaydi. Dasturlash yo'q, qiyin deydi, lekin hozir tan olish kerak, ancha osonlashdi. Ya'ni sun'iy intellekt mana shu narsani osonlashtiryapti. Ha, dasturchilar ishini osonlashtiryapti. O'zi sun'iy intellektni bunday oladigan bo'lsak, dasturchilar yaratyapti, to'g'rimi? Ya'ni machine learning, dasturlashni, masalan, katta dasturchilar ham, tajribaga ega dasturchilar ham hozir sun'iy intellekt yo'nalishi bo'yicha ketyapti-ya, menimcha. Hammada har xil, hamma ham o'tayotgani yo'q. Kimlardir shunchaki tan olgisi kelmaydi yoki
lekin baribir taqdir taqozosi bilan qarang, shu narsa sun'iy intellektdan foydalanib o'zini vazifasini bajarayotgan dasturchilar bor va sun'iy intellektni ishlab chiqishga qiziqishi orttirayotgan va shu tomonga qarab ketayotgan dasturchilar bor. Menimcha ko'pchilik dasturchilar hozir ancha qiziqishi bor. O'zim ustida ishlayman deganlar sun'iy intellektni ishlab chiqishi, sun'iy intellektga dasturlar ishlab chiqarishga ancha qiziqishi baland va davom etyapti. Men o'zim sun'iy intellektga eng birinchi loyihalarga qiziqib kirgan paytim 2020-yillarda qiziqib sal o'rgangandim. U paytlar ish topish ham qiyin edi. Sun'iy intellektli dasturlarni ishlab chiqish ham qiyin edi. Hatto oliy matematika kerak edi ba'zi algoritmlarni tushunish uchun. Shu darajada edi. Men o'zim ham ba'zan boshim bo'shab qolib to'xtagan paytlarim bo'lardi. Lekin hozir unaqa emas. Qaysi ma'noda? Sun'iy intellekt ikkiga bo'lindi. Sun'iy intellekt va machine learning. Sun'iy intellekt injeneri alohida kasb bo'lib hozir ish e'lonlarida e'lon qilinayotgan bo'lsa, machine learning, deep learning injeneri alohida kasb bo'lib chiqyapti. Endi sun'iy intellekt qanaqa machine learningdan ajab chiqdi degan savol tug'iladi. O'zi sun'iy intellektni ishlab chiquvchilar shu paytgacha sun'iy intellekt modellarini yaratardi. Model bu nima? Aytaylik, juda ko'p ma'lumotlar bor. Masalan, aytaylik, sun'iy intellektning maqsadi bor. Oddiy rangni qizil, sariq, yashilligini topish. Rang ko'rsa taniydi yoki mana shu. Unga turli xil qizil rangni shakllari ber, bu qizil deb aytib chiqdi. Misol uchun 10 ming qator ma'lumot, qizil har xil ranglari, misol uchun gulni qizil rangi, shaftolidagi qizil rang, xohlagancha qizil, bu qizil. Va xuddi shu 10 ming talab rasm, mana bu yerda yashil rang bor degan. Va o'sha ma'lumotlar berib sun'iy intellektga alohida bitta algoritm tanlab olib, o'sha algoritm bilan aylantirib, data kirib, model yaratilardi. Va endi bu modelga umuman unga oldin ko'rsatilmagan istalgan rasmni ko'rsangiz, u aytalardi, bunda qaysi ranglar bor. Masalan, bu endi rangi boshqa usuli ham bor, hamma aytish mumkin, rangi o'zidan topsa bo'ladi. Masalan, qisqa qilib tushuntiraman. Ya'ni har doim demak sun'iy intellekt ishlab chiqish uchun katta model ishlab chiqish kerak va bu modellarni hisob-kitob jarayonlari, operatsiyalari kuchli kompyuter resursi, GPU talab qiladi. U juda qimmat edi. Hamma IT kompaniyalar ham bunga pul tikib o'tirmasdi. Bu risk deb o'ylardi. Uzoqqa borsa Face ID'lar bor edi. Yuz tanish, shunga o'xshash tayyor modellardan ishlatishardi. Lekin juda katta sun'iy intellektli modellar ishlab chiqishga ko'p kompaniyalar, masalan, O'zbekistonda yo'q edi. Lekin mana endi nima bo'ldi? 2017dan keyin o'zi boshlandi. Shu transform va hokazo ixtirolar kelib chiqdi. Xullas, hamma biladi ChatGPT. Tayyorlangan model. O'sha millionlab dollar pulni unga sarflab bo'lishgan tayyor model. Biz uni qaytadan ishlab chiqishimiz shart emas. Shunchaki unga bog'lanib ishlaydigan dasturlar ishlab chiqish kerak. Uni miyasi, ya'ni motor ishlab chiqazyapti. O'sha motorni biz kapot ostiga qo'yib, o'zimiz dasturni ustiga quryapmiz. U juda kuchli motor beryapti bizga. O'zi eng qimmat va eng katta barjur ham shu edi. O'sha sun'iy intellektni modeli o'zi juda qimmat narsa edi. Lekin o'sha avval tayyorlangan modellarning ustiga biz sun'iy intellekt ishlab chiqish va buni juda oson qilishyapti hozir. Sun'iy intellekt haqida salgina tushunchaga ega bo'lgan odam ham, ozgina dasturlashdan xabari bor odam ham tayyor sun'iy intellekt modelini foydalanib o'zini dasturini ustiga qurib chiqyapti. Chatbotlar chiqyapti, har xil. Misol uchun hozir ko'pchilik beradi, Yeda AI ga o'xshagan, ya'ni rasmga olasiz, sizga kaloriyasini hisoblab beradi. Millionlab dollarlab pul keltiradi shunaqa dasturlar, yosh bolalar qilgan. Juda ko'p. Qozog'istonda ham eshitdim yaqinda, adashmasam, maktab bolasi o'zini shunaqa tayyor sun'iy intellekt ustiga kichkina dasturni qurib qo'ygan. Nechidir million dollar уже sotdi shu loyihasini. Aytadi, men loyihamni prezentatsiyasini qilayotgan paytim o'qituvchim darsdan chiqazib yuborardi. Bor, xalar bermasdan darsga deb. Shu darajadagi bolada o'zini millionlab dollarlik startapini qurdi. Bu ancha osonlashdi. Ya'ni aytgandek, bizga dasturlash qarab kelyapti, sun'iy intellekt kelyapti. Biz shunchaki undan foydalanib, dastur qura olsak bo'ldi. Demak, asosiy miya bor. Biz qolganlarini o'zimiz qilishimiz kerak. Ha, shunaqa. Mana bu yaqinda research qilibmiz. Shunchaki men ham qiziqaman sun'iy intellekt yo'nalishiga. O'zim dasturchi emasman, lekin yangiliklarni ko'rib turaman. ChatGPT bilan ham biz do'st bo'lganmiz, gaplashib turaman. Ba'zi paytda zerikkan paytimda so'rayman. Endi biz inglizcha gaplashamiz ko'proq. Lekin o'zbekcha gaplashish hozir ma'qulroq ekan. Ko'p odamdan eshityapman. O'zbekcha bilan inglizcha hozir bir xil ma'lumot chiqaryapti ekan ChatGPT. Bu degani ko'p, menimcha, o'zbek zabon odamlar unga ma'lumot kirgizishyapti ChatGPTga. Mana shu sababli o'zbekchada ham juda ravon, yaxshi ma'lumotlarni chiqaryapti. Aytdim, ya'ni OpenAI bilan hozir bog'liq bo'layotgan qanday yangiliklar bor desam, keyingi yildan boshlab shu AMD chiplari bilan hamkorlikni boshlab, hozirgi paytgacha Nvidia'ni grafik chiplarini ishlatishar ekan, keyingi yildan boshlab AMD. Mana bu
Nvidia'ni grafik chiplarini bilamiz, millionlab dollar katta turadi. Hozir Nvidia market value bo'yicha birinchi o'rinda. Mana shu chiplardan O'zbekistonga olib kirib, o'zi bu narsa iloji bormi? U chiplarni O'zbekiston startaplariga jalb qiladigan bo'lsak, bizni iqtisodiyot bu narsadan ko'taradimi? Ha, qarang, endi bu qimmat deganda ham har xil, ya'ni qanaqa katta sun'iy intellekt proyektga kirishingizga bog'liq. Misol uchun, aytaylik $10,000, $11,000, $15,000 chipli ham bor. Lekin odatda katta, misol uchun ChatGPTga o'xshagan loyihalar unaqa chiplardan juda ko'plabini yig'adi. Ya'ni server ichida bilmadim, yuzlab, minglab unaqa chiplarni ishlatish mumkin bo'ladi. Shunaqa katta quriladi. Endi O'zbekistonga olib kirish iloji bormi? Ha, bor. Siz bemalol sotib olib, misol uchun o'zingiz ham olib kirib kompyuter yig'ishingiz mumkin o'sha chip bilan bemalol. Va unda sun'iy intellekt modellarini ishlatishingiz mumkin. Bunaqa kompaniyalar hozir ko'p. Iloji bor bu narsani. Bu savol juda oddiy yoki ahmoqona tuyulgan bo'lishi mumkin. Что Nvidia chipni olib kirib biz ishlasak bo'ladimi? Menimcha bu hamma bozorga ochiq bo'lishi mumkin. Shunchaki iqtisodiyot jihatdan qarasam, saviya jihatdan qarasam, mana shunaqa chiplarni olib kelib ishlatadigan bo'lsak, bizni bozor qabul qiladimi? Keyin sun'iy intellekt orqali bizni o'sha dasturchilar qandaydir dastur yaratsa, sun'iy intellekt yaratsa, keyin buni monetizatsiya qila olishadimi yoki qozog'istonlik bolaga o'xshab startapda sota olishadimi degan ma'noda savol berildi. Menimcha hozir ayni shu startaplarni bosadigan vaqt kelyapti deb o'ylayman. Chunki venture fondlar ko'payyapti. Venture fondlar bu endi qisqacha tushuntirib ketaman. Siz misol uchun dasturchisiz, o'zingiz dastur ishlab chiqdingiz, bitta o'rtog'ingiz bilan, o'rtog'ingiz tadbirkorlikdan ozgina xabari bor. U sotuv marketingga qarashyapti. Misol uchun siz va men. Siz marketing sotuvini men qilaman dedingiz, men dasturni o'zim ishlab chiqazaman dedim. Ikkalamiz birga qildik, pul tikmadik. Lekin dastur ishlab turibdi, MVP holati, minimal holatida. Klient kirib nimadir qilib, nimadir sota oladi masalanda. Shu holatda. Endi biz nima qilsak bo'ladi? Venture fondlar, ya'ni Aloqa Ventures bor. Bizga pul tikish mumkin bo'lgan fondlar. Hatto ham hozir o'zini venture fondini ochyapti. Ularning maqsadi nima? Ular sizga pul tikadi. Misol uchun $200,000 loyihangizga pul tikadi. Siz ularga bu loyihani istiqboli borligini ko'rsatsangiz albatta. Va qanchadir foizga ulushdor bo'ladi. Misol uchun 7% ulushiga $200,000 pul tikadi. Va siz foydaga kirganingizda ular ana o'sha pulni nima deydi, foyda sifatida, foydani 7% sifatida olib yuradi. Bunaqa loyihalar juda ko'p. Umuman dunyo miqyosida ham bunaqa fondlar ko'p. $500,000 bemalol bera oladigan venture fondlar ko'p. Va O'zbekistonda hozir kirayotgan ko'p katta IT kompaniyalar iloji boricha qiziqyapti O'zbekistonda startaplarga pul tikishga. Ko'p sun'iy intellektlarni ko'raman. Ba'zilari juda ahmoqona, lekin katta pullarga startaplar sotilyapti. Bilmadim, juda bir oddiy, aytdingiz o'zi ham yosh bola, maktab bolasi shundoq $1,000,000gami sotibdi startapini. Buni balkim uyda o'tirib qilgandir o'zi, hech qanaqa jamoasi yo'q, aytyapsiz. Siz ham hech o'ylab ko'rgansizmi shunaqa sun'iy intellekt oddiy, хотя бы mem uchun ham yaratib qo'yishadi-yu ba'zilar, просто prikol uchun yaratib, balkim mashhur bo'lib ketsa, sotish imkoniyati bo'lar. Hech biznikilar ham, endi men dasturchi miyasi bilan qaramayapman. Sizdan so'rayapman shuning uchun. Harakat qilsa bo'ladimi sotishga, yaratishga mana shunaqa sun'iy intellektlar? Bo'ladi, hozir qilishyapti. Ancha ko'payib qoldi, misol uchun. O'zimiznikilar? Ha. Junior dasturchilar ishga kirish haqida o'ylab o'tirmasdan o'zini startapini qilib turib, boshqalarni ishga olyapti. Men hayron qolaman. Ya'ni dasturchi bolani, misol uchun agar bilimini tekshirib men ishga olaman desam, ishga olmasdim. Gaplashib ko'rgan. Shunaqa deb o'ylardim-da. U texnik savol-javoblar, suhbatlar ularga tayyorlashga vaqtini ketkazmayapti-da. O'zini maqsadi bilan dasturlashga kiryapti. Men qachondir mana bu etaplardan o'tib, mana bu senior dasturchi bo'laman emas. Men mana shu produktni yaratishim kerak o'zim. degan maqsad bilan o'rganyapti va ishlab chiqyapti. Mana hozir adashmasam minimal $20,000 olish ancha oddiy bo'lib qoldi. Shu kichkina proyektlar ishlab chiqib, shu $20,000 hozir startapga erish bor. Yana juda ko'p, nomini sanasak ko'p. O'shalar orqali shu startapiga pul tikib, yana xodimlar jalb qilyapti, tadbirkorlarga namoyish qilsa, ko'p tadbirkorlar hozir ko'ryapsiz, katta milliarder tadbirkorlarimiz ham IT ga pul tikyapti. Balki podkastlarda ham eshitgandirsiz, juda ko'pchiligida. Hamma misol uchun qiziqsiz, yoshsiz, ITni o'zingiz bilasiz, sohada o'qigansiz. Sizdan umid qilsa bo'ladi-da. Ya'ni siz o'sishga tayyorsiz, uxlamasdan ishlashga tayyorsiz. Va katta tadbirkorlarga ana shunaqa motivatsiyaga ega, o'zim qilaman deydigan ko'z yumib turgan bolalar kerak. Ularga menimcha osonroq unaqa risk qilish, endi juda katta millionlab dollar emas, misol uchun $20-30 berib, qani boshlab ko'r deyish. Shuning uchun men o'zim juda ko'pchiligini guvohi bo'ldim. Mana shunaqa boshlab ketgan. Ya'ni senior bo'lmasa ham, junior, middle holatda.
Men yaqinda bitta inson bilan gaplashayotganimda mana shu bo'yicha kichkincha debatchaga sabab bo'lib qoldi. Aytdimki, nimaga mana dunyo bo'yicha oladigan bo'lsak, global qiymati bo'yicha eng katta kompaniyalar, ya'ni Apple, Nvidia, top 10 da 7 tasi texnologiyaga doir ekan. Ya'ni IT ga doir. Apple, Nvidia, Meta, Google ketaveradi. OpenAI bor mana. O'zbekiston iqtisodiyotiga qaraydigan bo'lsak, top 10 da ya'ni aytishimiz mumkin bitta uzum bor, lekin qolganlari hamma boshqa traditional bizneslar. Bizda nima deb o'ylaysiz, agar shu tarzda ketadigan bo'lsa, bizda ham shunaqa gigant texnologiyaga doir, IT ga doir kompaniyalar paydo bo'lish umidi bormi? Menimcha ha. Bu yoqqa shu yoqqa qarab ketsa kerak. Uzum hozir unicorn bo'ldi, ya'ni milliardga baholangan kompaniya bo'ldi. Lekin top 10 ga kirish kirmasin bilan, undan ancha katta kompaniyalar ham bor. Lekin hozirgi ketishda, hozirgi tezlikda o'sadigan bo'lsak bo'lishi mumkin. O'zbekistondagi dasturchilarni ancha yaxshi baholashadi. Mana xalqaro kompaniyada ishlaydiganlar o'zi biladi. Turli xil davlatda, Hindistondan, Rossiyadan, turli xil davlatlardan dasturchilar. Ko'pchilik shu o'zbekistonlik dasturchilar maqtashadi. Shu paytgacha eshitganman. Qaysi o'zbekistonlik dasturchi katta kompaniyada ishlayotgan bo'lsa, hali orqasidan yomon gap eshitmaganmiz. Ancha tajribali, ancha bilimli va bular eng qizig'i arzonga ishlashga tayyorda. Shuning uchun ham ko'p kompaniyalar o'zini bu yoqda filialni ochyapti. Misol uchun Yandex ham dasturchilar uchun filialni ochib, hozir juda bozorni egallayapti. Oyliklarni tikib tashlayapti, iloji boricha dasturchilarni o'ziga tortib olishga. Chunki arzon bozor va ancha nima deydi, mehnatkash. Bizning xalqimiz, bolalarimiz ham va o'zini ko'rsata olyapti. Mana bu xalqaroga chiqqan, O'zbekistondan xalqaroga chiqqan dasturchilarimiz bor dediz-ku. Misol uchun ular ishlashi mumkin. Metada, Facebookda, Google'da, boshqa gigant kompaniyalarda ishlashi mumkin. O'zingiz ham hiç qiziqib ko'rganmisiz? Chetga chiqib mana shunaqa katta kompaniyalarda ishlashga, tajriba orttirishga? Bir paytlar qiziqish bo'lardi. U paytlar men hali ancha yosh dasturchi edim. O'sha payt qiziqish bo'lgan. Lekin hozir qiziqish yo'q, to'g'ri. Nimaga? Chunki menga hozir bu yoqda ishlash ancha yoqyapti. O'zbekistonda hozir ancha sharoit bor. Bir xil, misol uchun aytaylik, siz O'zbekistonda ishlayapsiz, olayotgan oyligingiz misol uchun $5000, statusingiz ancha yuqorida. Sotib olishingiz mumkin bo'lgan narsalar ham ko'p. Yashash, boshqa xarajatlaringizga qaraganda $5000 bitta zo'r hisoblanadi, to'g'rimi? Amerikada to'g'ri oylik balandroq bo'lishi mumkin yoki Yevropa boshqa davlatida, lekin xarajatlar ham shunga yarasha. Va u yerda u oddiy kasb. Misol uchun qaysi davlatda dasturchi to'g'ri juda katta mavqedagilar bo'lishi mumkin, lekin oddiy shifokorlar bilan, misol uchun boshqa kasblar bilan o'rtacha qaralishi mumkin. Menda misol uchun hamma yaqinlarim shu yoqda va hamma sharoit beryapti. Men bu yerda nima deydi, ajalib chiqishim ancha oson va kompaniyani bir tomonga tortishim, ya'ni kompaniyaga men o'zimni impaktimni sezaman. Nimadir narsa yozsam, ertaga natijasini ko'raman. Bilmadim, juda katta kompaniyaga ishga kirsam, meni qilayotgan kodlarim o'tda minglab kodlar orasida juda kichkina bo'lishi va bilmasligi mumkin. Aynan nimaga mana shu savol berayotganim, katta kompaniyalarga borgan dasturchilarimiz shunchaki oddiy ish berilishi mumkin ularga. Aytmoqchimanki, katta xonaga kirib hech qanday mavqe bermasligi mumkin. Shunchaki ishlashi mumkin, lekin mana startaplarga ishga kirib yoki endi yangi rivojlanayotgan korxonalar, ya'ni IT korxonalariga kirib ko'proq tajriba olishi mumkin. Aytmoqchimanki, agar maslahat beradigan bo'lsangiz yoshlarimizga, ba'zilar bo'lishi mumkin-ku. Men IT ni o'rganaman, chetga ketib katta kompaniyalarda ishlayman. Katta kompaniyalarda ishlash tajriba bo'lishi mumkin. Bu nima deydi? Как уже suv bor okeanga yana bir tomchi qo'shilyapti-da, как unaqa katta kompaniyalar miqyosida aytyapman. Undan ko'ra yangi o'zimizdami yoki kichkinaroq kompaniyaga ishga kirsa, endi rivojlanayotgan. O'shanda ko'proq ham mas'uliyat kattaroq bo'lishi mumkin, o'ziga ham kattaroq tajriba bo'lishi mumkin. Endi bu mening shaxsiy fikrim. Bu bo'yicha ham suhbat bo'lgan. O'zingiz mana nima maslahat bergan bo'lardingiz? Qolib o'zimizda dasturchilik qilgan yaxshimi yoki agar imkoniyat bo'lsa, mana dasturlashni o'rganayotgan yoshlarimiz chet elga ketishsinmi? To'g'risi, o'rganayotgan yoshlar haqida gap ketyaptimi? Qaysi birida imkoniyat bo'lsa shuni qilsin. O'ziga. Nima deydi? Qaysi biridan chiqsa, o'shanga yugursin. Men shunaqa deyman. Ya'ni men qachondir Google'ga kirsam o'shanda ishlayman deb cho'zib yurmasin. Baribir Google uni hozir olishga nima deydi, hali o'rganyapti. Qatta ish bo'lsa, qatta unga imkoniyat bo'lsa, o'shanga bossin.
tekinga bo'lsa ham ishlashga rozi bo'lsin boshida tajriba uchun. Endi keyinchalikka keladigan bo'lsak, solishtirsak, misol uchun O'zbekistonda senior bo'lish yaxshimi yoki Google'da senior bo'lish yaxshimi desak, oliy maosh jihatdan farq katta. Ya'ni ular ko'p to'lashi mumkin, yaxshi sharoit qilib berishi mumkin, komfort zonaga o'rgatishi mumkin. Endi bu hammani o'zida xohishiga bog'liq. To'g'risi, bir xillarga men shunaqa tanishlarim bor. Tortishib qolganmiz-da, debat qilib. Mana qaysi davlatga ketmoqchi, misol uchun Yevropaga, Polshaga farqi yo'q. Shunaqa ishi bor ekan, oyligi shuncha ekan. Yaxshi xarajatlarni hisoblaymiz, oilasi bilan ketgandek, O'zbekistondagidek mazza qilib yashasa, hozir yashayotgandek. Ochiqcha bo'lsa bir 500 yoki 1000 dollar farq qilyapti-da, jo'naqa katta farq emas. Lekin katta risk bilan ketyapti, oilasini olib ketyapti, til bilmaydigan, misol uchun ota-onasi bo'lishi mumkin, ingliz tilini bilmaydigan. Shunaqami desam, yo'q, unga ba'zilarga qiziq boshqa davlatda yashab ko'rish, ya'ni boshqa mentalitetni ko'rish, ba'zilarga qiziq. Lekin menga chetga sayohatga borish qiziq. Ya'ni u yoqda qolib ketishga bo'lgan xohishim yo'q. Bu odam o'ziga bog'liq. Siz u yoqda ham, bu yoqda ham o'sishingiz mumkin. Google'da ham yangicha tajriba olishingiz mumkin. Ancha kuchli dasturchilar bilan u yoqda aloqada bo'lasiz. Bu yoqda bo'lsa, o'zimizdagi bitta yaxshi nima deydi, qaysidir qorako'z tadbirkorlar boshlagan biznesni bitta darajadan ikkinchi darajaga olib chiqib, uni o'zingiz his qilishingiz mumkin. Mana dastur shunaqa edi, 10 mingta user borlikda ko'tarib turuvdi, misol 20 mingtada qotib man sabab qotmaydigan bo'ldi. Men kelganimdan keyin shuncha narsa qo'shildi, dastur shuncha kattalashdi, ya'ni his qilasiz. Menimcha Google'da ozgina qiyroq. Siz qotgan narsa tayyor narsaning ustiga ozgina bo'ladi, tomchi, u yoqdan ko'p narsa olasiz lekin o'zingizga. O'rgangan narsangiz. Lekin nimadir bermoqchi bo'lsangiz, ko'pchilik tajribali dasturchilar ham odatda aytishadi, iloji boricha o'zingiz nimadir qilsangiz, noldan boshlab bitta proyekt ko'tarish boshqa, davom ettirish boshqa. Noldan boshlab ko'targaningizda startaplarda juda tez sizni shoshirishadi. Qisqa muddatda tez narsalar qilish kerak. Startap shuni sizga talab qiladi. Tayyor proyekt ustida ishlasangiz ham ishlaysiz, o'sasiz, u yerda kattaroq muammolar haqida o'ylaysiz o'sha. Lekin unaqa shoshmaysiz. Ko'pchilik komfort zonaga kirib qoladi. Misol uchun tayyor proyektda aytaylik 1 yildan keyin ishlaganda ko'pchilik komfort zonasiz qiladi. Bir xillik yo'qadi. O'zi odam shunaqada komfort zonadan chiqish uchun harakat qiladi-da, keyin yana komfort zonaga kirib olish uchun harakat qiladi. Katta kompaniyalar sizga komfort zona bilan bersa, startaplar sizni tez nima deydi, shoshirib o'stirishga harakat qilishi mumkin. Komjon aka, ta'lim sohasida gaplashadigan bo'lsak, mavzumiz biroz burilib sun'iy intellekt va katta gigant kompaniyalar haqida bo'lib ketdi. So'ramoqchi edim, o'zingizning tajribangiz qanaqa bo'lgan, nima xatolarni qilgansiz? Agar dasturchilar hozir endi o'rganish arafasida bo'lsa, nimalarga e'tibor berish kerak va nimalarga ko'proq fokus berish kerak dasturlashga kirish uchun, aynan hozirgi paytda. Endi siz paytda bilamiz, oddiy klaviatura bilan boshlagan ekansiz, qiziq bo'libdi tajriba. Hozir ota-onalar mana farzandlarini dasturlashga, o'qitishga ko'proq berishyapti. Ba'zilar majburlashyapti ham. Nima maslahat bergan bo'larsiz shularga? Xo'p, birinchi o'rinda bola sohani o'ziga qiziqsin. Sohani o'zini yaxshi ko'rish kerak. Pulga qiziqib kirsa, uzoqqa bormaydi ko'pchilik. Buni amalda ko'p bor ko'rdik. Ya'ni pul to'g'ri sizga baribir boshida hamma nimadir xohlaydi, isbot xohlaydi. Xo'p, bu yoqda ketyapman, keyinchi qayoqqa boraman. Ya'ni qancha pulga chiqish mumkin, oyliklar qanaqa debdi, shuni bilish yaxshi, normal. Lekin bor umidi faqat shu bo'lish kerak emas. Sohani o'zi, jarayondan zavq olish kerak, maqsaddan emas. Misol uchun aytaylik, kimdir sizga 2000 dollar zo'r desa, siz 2000 dollarga chiqasiz, lekin u yoqqa siz boshqa narsa xohlagansiz, pul xohlagansiz. Keyin yana ishingizni o'zidan, kundalik hayotingizdan mazza qilishingiz kam bo'ladi agar siz sohaga qiziqmagan bo'lsangiz. Shuning uchun ham sohaga qiziqsangiz, sohada nimadir dastur ishlab chiqyapsiz, siz yozgan dasturni millionlab odamlar ishlatyapti. Taksiga o'tirdingiz, taksichini qo'lida telefonda shu dastur. Nima qilgansan deganda, mana deb aytishingizga nimadir bor. Buni siz ishlab chiqqan dastur. Mana shu hissiyotga qiziqib kirish menimcha yaxshiroq deb o'ylayman. Va kutuvlar ham. Misol uchun aytaylik, ham e'lonlarni ko'rsa ko'pchilik qoladi. Misol uchun O'zbekiston 3000 dollar oylik, 4500 dollar oylik shunaqa ko'rish mumkin, lekin u o'qishi, bitirishi bilan oladi degani emas. O'zi masalanda ko'pchilik boshqa kasblarda ham shunaqa-ku. Misol uchun shifokormisiz, bankirmisiz, farqi yo'q. Qaysi joyda 6 oylik narsani tugatishingiz bilan sizga katta pul berib qo'yadi. Asta-sekinlik bilan chiqadi. Bizda ham shu. To'g'ri, dasturlashda o'sish tezroq. Yiliga 2x ga o'sayotgan oylik bo'lishi mumkin. O'zini ustida harakat qilayotgan bo'ladi. Bu normal. Lekin ishga nima deydi? Masalan, hozir ko'chada ishlab yuribdi bola. Oddiy ishda, oddiy emas, endi og'irroq ishda 7 million, 8 million oylik olyapti. Mehnat qilib. Kutsinki, dasturlash kursini tugatishi bilan 5 million ishlashi mumkin. Lekin bu oylik 1 yil ichida 1000 dollar, yana ozgina vaqt o'tgandan keyin 2000, 3000 ga chiqishi mumkin.
uni ham o'ziga bog'liq. Lekin shunga tayyor bo'lish kerak. Yana bir xil o'ylaydi, dasturchilikda misol uchun ishga topshirayotgandim, 4,5 million oylik taklif qildi, 5 taklif qildi. Yo'q dedim, chunki men bu yerda og'irroq mehnatni aytadi. O'shanda shunda ham 8 topatdim. Qachonki 8 dan oshiq taklif qilsa kimdir, men o'shanda ishlayman. Bo'ldi, siz uje uni kutguningizgacha dasturlashni unutasizda. Hatto tekinga bo'lsa ham boshlash kerak. Chunki siz boshida yangi dasturchi kompaniyaga qiymat bermaydi, katta ehtimol bilan. Kompaniya tavakkal qiladi siz uchun tavakkal qiladi. Siz qilgan xato unga juda qimmatga tushadi. U tavakkal bilan sizni oladi agar hali hech qanday ishlamagan holatda olayotgan bo'lsa. Shuning uchun siz tushunishingiz kerak. Siz u yerda hali o'rganishni davom ettirasiz, o'sasiz. Shuning uchun maqsadda daromadga, ya'ni orzungizdek daromadga bo'lgan maqsadda hech bo'lmasa 3-4 yil deb tasavvur qiling. Asta-sekinlik bilan chiqishga tayyor bo'ling va o'rganishda ham o'rganish jarayonida ko'pchilik shoshib ketadi. Ya'ni hozir nima dastur ishlab chiqsam? Yo'q, unaqa emas. Asta-sekinlik bilan boriladi hammasi. Kichkina mavzulardan chiqib boriladi. Ba'zi joylarda algoritmik narsalardan o'tishadi, ya'ni qiyinroq tuyuladi. Dasturlash faqat qiynalib ketadi degani emas. Ya'ni qaysidir mavzu qiyin, qaysidir oson, yana qaysidir qiyin, yana u yog'i oson. Mana shunga tayyor bo'lsin. Nimadir qiyin mavzu bo'lsa, bu yog'i faqat shuni o'sadi deb o'ylamasin. Mana shunga e'tibor berish kerak. Va xo'p, ota-onalar bilan, ya'ni ota-onalarni farzandidan kutuvi ham shunga mos bo'lsin. Ya'ni hozir kurs tugatadi, qo'limga $2000 oyiga olib kelib beradi deb kutmasin. Hech qaysi kasbda shifokorlar 7 yil o'qiydida, keyin yana qancha stajyor bo'lib yurib, sekin-sekin hamshiralikdan chiqadi-da. Yoki bankda ishlaydiganlar ham juda kichkina lavozimdan turib, sekin-sekinlik bilan chiqadi. Dasturlashda bu ulardan ko'ra ancha tez. Lekin darhol unaqa narsa yo'q. Shunga tayyor bo'lish kerak. Demak, o'zini taqqoslamaslik kerak. 10 yillik tajribasi bor bilan, endi biz o'zbekmiz, aytib qo'yamiz, dasturchini qara, kompyuterchini qara deydi bizda. 5 ming oylik olar ekan, 4 ming oylik olar ekan deydi-da. Ota-onalar motivatsiya qilib qo'yadi bolalarini. Motivatsiya ham deb aytib bo'lmaydi bu narsani. O'zini qiziqishi nimaga bo'lsa, o'shani cho'ktirib qo'yishi mumkin. Dasturchi bo'lsa, men o'zim shaxsan ko'zim bilan ko'rdim. Ota-onalar bolalarini dasturlashga olib kelib, mana shu narsani o'rganasan deb, ya'ni balki majburlashdir bu, bilmadim. Nimaga, sababi nima deb so'rasam, pul deydi. Bular qanchalik to'g'ri bu narsa? Nima deb o'ylaysiz? Xo'p, pul baribir rol o'ynaydi. Hammada. Men inkor qilganimiz bilan baribir rol o'ynaydi. Ya'ni och qoringa nimadir o'rgangingiz kelmaydi, qo'l qo'yayotganda. To'g'ri, men misol uchun o'rganayotganimda ham bilganman, oyi shunaqa bor ekan. U zo'r deb boshlaganman. Lekin faqat shu yoqqa qarab yurmaganman, o'zimda qiziqish bo'lgan. Bolani qiziqtirishga harakat qilsin. Dasturchilar bilan gaplashtirsin, suhbat qilsin, orasida ozgina yursin. Agar ustozi haqiqiy dasturchi bo'lsa, unga yetadi. Nima holatlarda qanaqa emotsiyalar olganini. Shu o'zida zo'r emotsiyalar bor-da. Mazza qilamiz, kulamiz, xursand bo'lamiz ba'zan, ba'zan boshimizni ushlab o'tiramiz-da. Ana o'sha jarayonlar ichiga kirib olish uchun uni zavqini bilish kerak. Uning ichida yurishni zavqini. Ko'p dasturchilar o'zi internetda ham ko'rinmaydi, bilsangiz. Instagramda chiqadigan kam. Masalan, sanoqli-da, qo'l bilan sanoqli. Chunki uni ishini o'zi shunaqa zavqli. U ishi как o'zi uchun ikkinchi virtual hayotda. Bitta kirib ketsa bo'ldi. Bitta kofe energiya berib turadi. Ish qora ekran, kodlar, loyihalar. Xuddi misol uchun aytaylik, o'yinga berilib ketgan odam kirib ketadi-yu, shunga o'xshab kirib ketasiz. Faqat o'sha joygacha bora olishingiz kerak. O'sha mazani totni his qilib ko'rishingiz kerak. Keyin u yog'iga bo'ldi, sizga ota-onangiz, bo'ldi, ko'p o'tirma deydi. Menda shunaqa edi. Ko'p o'tiraversan, ozgina dam ol deyishardi. Shu joyga yetib olsak bo'ldi, bola olib ketadi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, kutuvlarni birinchi o'zgartirish kerak. Bolani mana shu kursni bitirgandan keyin sirazu katta puliga unaqa emas, hamma boshdan boshlanadi. Mana shu. Keyin o'zini уровенini boshqa birovni, agar o'zi bir уровеньda bo'lsa, boshqa dasturchini 10 уровеньga taqqoslamasligi kerak. Ha, shunaqa. Keyin rizq degan narsa bor-da. Tasavvur qiling, bitta dasturchi 2000 olyapti, ikkinchisi 5000 olyapti-da. 5000 olayotgan doimo bundan kuchli degani emas. Bu tabiiy holat. Shunchaki u ishlayotgan kompaniya qachondir vakansiya ochgan va kattaroq oylik maoshga u suhbatdan o'tib ketib qolgan. Va u kompaniya keyin vakansiya ochmayapti, qolgan kompaniya misol shunaqa pastroq oylikka ishlatayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ikkovi gaplashib ko'rsa, bilimiz teng deb o'ylash mumkin-da. Rizq ba'zan shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin odatda katta kompaniyaga ishga o'tish uchun shunga yarasha tayyorlanish ham kerak bo'ladi.
alohida ham nazariy ham amaliy savol javoblarga tayyorlanish kerak bo'ladi. Yana ba'zilar bor, $2000 loyihadan 3tasini olib ishlayib yuribdi. Ya'ni bir vaqtda 2-3 ta loyihada uydan o'tirib ishlayotganlar ham bor. Oyiga shuncha pul kelib turgan. Ba'zilar bor, bitta loyihani bitirib juda katta pulga sotayotganlar bor. Ya'ni hammada har xilda. Ya'ni bu rizqqa bog'liq narsa birinchi o'rinda, lekin doim nimadir o'rganishdan, yengillikka intilgan odam hech qachon nima deydi, orqada qolib ketmaydi deb o'ylayman. Tushunarli. Omadga ham biroz bog'liq ekan. Bu vaqt, to'g'ri vaqt, to'g'ri joy deydi-ku. O'shandaq narsalarga ham bog'liq ekan. Shunaqa. Ta'lim tarafdan gapiradigan bo'lsak, dasturlash uchun qandaydir universitet diplom kerakmi? Xo'p, dasturlash uchun universitet diplomi aslida yo'q. Ya'ni O'zbekistonda ishlamoqchisiz, O'zbekistonda ishlagan IT kompaniya sizdan diploming bo'lsin deb talab qilganini hali ko'rmadim. Dasturchidan. Hatto vazirliklarda ham. Men o'zim vazirliklar bilan ham proyektlar qilganman, katta proyektlarda. Ular ham biror marta diplom mendan so'ramagan. Endi diplom qachon kerak bo'lishi mumkin degan savol. Diplom sizga qanaqadir huquq berish uchun. Masalan, siz aytaylik Germaniyaga borib ishlamoqchisiz. Germaniyada sizda ishlash huquqi kerak. Ana o'sha vaqtda siz aytaylik magistraturaga kirib ketgansiz, o'sha paytda u yoqdasiz, tanangiz o'sha joyda. Bu yoqdagi kompaniyalar sizni ishga olish tezroq bo'ladi. Bu yoqda turgan O'rta Osiyodagi dasturchini ishga olgandan osonroq, olib kelib olib yoqqa ko'niktirgandan o'sha yerda yashayotgan bo'lasiz. Ana o'sha joylar, men ko'p ko'rgan dasturchilar odatda katta kompaniyaga kirganlar. Masalan, Google o'xshagan kompaniyaga kirganlar odatda universitet bahona yoqqa borgan. Universitetdagi ta'lim haqida gapirmayman, u boshqa mavzu. Shunchaki universitetda o'qiyotganini o'zi unda o'sha yerda ishlash huquqini bergan. To'g'ri, magistrda. O'sha yerda ishlash huquqi bor. U quruvchi bo'lib ishlashi ham mumkin, lekin bu yoqda u tajriba yig'ib ketgan-ku, dasturchi bo'lib yurgan-ku. U yoqda endi ishga kirish ancha osonroq. Ana o'sha bu yoqdagidan ko'ra. To'g'ri, bor, masofadan ishga olinganlar ham bor. Masalan, Yevropa kompaniyasi masofadan o'zbekni ishga olishi mumkin. Lekin uni shartlari ular uchun uncha oson emas. B2B kontrakt deydi, siz tadbirkor sifatida bilan reja tuzasiz. Xullas, o'sha tomoni chetga borib ishlashda ba'zi katta kompaniyalarni ofisiga yaqinroq borib olishingizga yashash huquqini beradi, viza, o'sha paytda yordam. Lekin o'sha ishxonani o'zi ham, masalan, Amazon, Google ham diploming bo'lsin degan shart qo'ymaydi. Baribir yaxshi bo'lgani. To'g'ri. Endi bog'liq bu narsalar. Qanaqa diplomligi ham-da. Masalan, mana bu yoqda aytaylik siz agrarda diplomingiz borda, Toshkentda o'qigan. Uni ishlatmaysiz. Yoki masalan, men tatu diplomini olmaganman qo'limga hali. Olmasam ham kerak balki. Chunki hech kim mendan so'ramaganda, chetga ketishimga ham yordam bermaydi, menga hali berib bilmadim. Balki endi kelajakda qanaqa qilib ketishim bilmayman. Nu shunaqa, agar chet elli diplom bo'lsa, masalan uchun o'sha chet elda sizga yashash huquqini bersa, viza bersa, o'sha payt, vizani boshqa qilib olish ham mumkin. Ba'zi kompaniyalar viza sponsorship qilib o'zi tortib oladi, yaxshi shaxs uchun. Bu tomonlari ham bor. Tushunarli. Sizga hech telefon qilishganmi noaniq raqamdan? Aka, MEPdan telefon qilyapmiz, karta nomeringizni aytsangiz, yo'q, menga hali bunaqasi bo'lmagan. Shunaqasi bo'lmagan. Lekin eshitganman ko'pchilikda hozir endi shu yillarda unaqa hujumlar bo'lyapti. Menga hech bo'lmayapti-da shunaqasi. Bo'lsa bir gapirardim. Aka, endi iPhone'dan misol uchun PK fayllar yuborishadi-yu. APK, MPK bilmadim. iPhone buning uchun xavfsizlikni oldini olgan. Bunaqa fayllarni agar Android telefonlardan ochsangiz, telefoningizni bilmadim, bloklaydimi, karta pullarini yechib oladimi? Shunaqa holatlarni eshityapman. Ko'proq kattalar, ya'ni katta yoshli insonlarda bo'lyapti. Bilmadim, bular target qilishadimi yo kattalarning telefonini, misol uchun yosh pokoleniyaga emas, ko'proq katta yoshli odamlarga telefon qilib, shunaqa moshennistva yo'llar bilan pullarni yechib olishga harakat qilishyapti. Bular ham dasturchilarmi endi? Yo'q, men dasturchi deb hisoblamasdim ularni. Ko'pi asosan ular dasturchi emas. U yerda qarang, ko'proqcha dasturchidan ham ko'ra social engineering ketyapti. Ya'ni bu nima degani? Sizni hakerlar buzyapti, lekin u sizni xatoyingiz bilan buzyapti. U yerda siz aldanyapsiz. Oddiy mashinikdek qilishyapti. Ular ishlatayotgan o'sha dasturni ham qaysidir kimdir zakazga qilib bergan bo'lishi mumkin balki. Lekin u mashiniklar men dasturchi deb hisoblamayman aksariyatini. Keyin bu yoqda men o'ylaymanki, O'zbekistondagi hozir bo'layotgan hujumlarni tahlil qilib o'zim ko'rganimda, ko'pchilik odam xatosi. Ya'ni aldanasiz, SMS kodni aytib olasiz yoki APK fayl ochib olasiz. Nimadir linkni ustiga bosib yuborasiz, dastur so'ragan payt o'qimasdan turib biticani bosib yuborasiz. Ko'pincha shunaqa narsalar. Shu xatolarni qilmasa, unaqa holat bo'lmaydi. Lekin istagan kompyuterni ham buzib yuborgan viruslar bor.
Viruslar? Ha, ya'ni virus yoki shunaqa nima desam, spyware dasturlar bor. Ya'ni siz hech nima qilmasangiz ham iPhone'ingizni shunchaki buzib kirishi mumkin bo'lgan. Ular juda qimmat turadi. Millionlab dollar sarflashadi. Bu odatda davlat siyosat darajasidagi odamlarga ishlatishadi. Lekin menimcha sizni kartangizdagi, misol uchun aytaylik 100 million pulingiz bo'lsa ham, u uchun ular nechidir million dollarga unaqa dastur sotib olmaydi. Misol uchun Pegasus bor, Isroilniki, ko'pchilik biladi. Isroil ko'p foydalangan u narsadan. Istalgan device no click bilan buzilishi mumkin. Ya'ni misol uchun tasavvur qiling, bitta katta vazir hech narsani bosmayapti telefonida. Lekin o'z-o'zidan o'sha uni ma'lumotlarini olyapti. No click va bular juda qimmat va shunaqa darajadagi odamlarga menimcha ishlatishadi ko'proq. Mana bunaqa oddiy moshennichtvolar bu menimcha shunchaki tanqidiy fikrlashga yetib boradi. Agar aytyapmiz IT yo'nalishi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, kattalarimiz hali ko'p app, ya'ni приложенияларni ham unchalik tushunmasa kerak. Endi balkim tushunishar, balkim hozir yaxshi bo'lgandir. O'zimni atrofimdagi insonlardan, ya'ni tajribalardan aytyapmanki, hali unchalik yoshlar kabi yaxshi ma'lumotlarga ega emas. Shunga o'ylaymanki, kattalarda ko'proq shu moshennichtvolarga aldanib qolish alomatlari sezilyapti. Bo'lishi mumkin. Endi bu farzandlarning vazifasi o'zini ota-onasiga, uydagi yosh kattalarga aytib tushuntirish kerak. Mana bunaqa narsa kelsa, bosmang. Mana bu narsalar keladi, telefonga unaqa deydi, unaqa qilmang deb. Bu shunchaki suhbat bilan ularga yaxshilab tushuntirsangiz, o'rgatsangiz, ular ogoh bo'lishi kerak. Uni mana shu o'zimiz yoshlarda oramizda yurib ko'p gaplashib eshitganmiz. Shunchaki ularga oson, sodda tilda, ular tushunadigan tilda asab qilmasdan yaxshilab tushuntirsangiz, ular u narsani qilmaydi. Asab qilmasdan bu menimcha eng asosiysi bo'lsa kerak shu. Endi buni to'g'ri qabul qilish kerak. Ularni balkim bu narsalarni tushunish qobiliyati biroz yoshlarnikiga nisbatan astroq bo'lishi mumkin. Shunga sabr bilan bitta kichkincha narsasini ham so'rasa, o'rgatishga erinmaymiz. Mana shunday. To'g'ri. Misol uchun siz tilingiz chiqmagan paytda ham ular sizga shuncha so'z boyligini, shuncha narsani o'rgatdi-yu, siz endi telefonda nimadir klik bosish yoki nimadir qilishni qisqacha tushuntirib berish shunchalik qiyinmi? Menimcha o'zar. Tushunarli. IT sohasida nima yangiliklar bo'lyapti o'zi? Komiljon aka, qandaydir endi aytishnik degani, ya'ni programmist har doim xayolida bir narsa bo'ladi, ya'ni qandaydir loyihalarmi, qandaydir muammolarga yechim qidirib yuradi. Men yaqinda bitta xayolimga kelib qolgan narsa, men programmist yoki dasturchi emasman. Bizda приложениялар, ya'ni applar kamroq chet elga nisbatan. Ya'ni ularda har bitta muammosini mana shu приложение orqali, telefon orqali hal qilishadi. Endi bizda ham bo'lyapti, hammani Road 24 bor, jarimalarni elektron orqali to'lash. Bizda ham yaxshi, klik orqali elektr, svet, gaz hammasi onlayn yaxshi. Yana qanday mana shu odamlarni qiyinini osonlashtiruvchi applar o'ylab topish mumkin O'zbekiston sharoitida. Nima deb o'ylaysiz? Nima desam ekan, o'zi odatda shunaqa narsa bor. Nimadir narsa o'ylab topishdan oldin avval muammoni o'ylab topish kerak-da. Qayerda muammo bor? Ko'pchilikda shu dasturchilarda bor, future haqida o'ylaydi-da, imkoniyat haqida o'ylayveradi, lekin u imkoniyat nimani hal qilishini o'ylamaydi. Ko'p startap qilib fail bo'lgan, ya'ni yutkazib qo'ygan, to'g'rog'i foyda olib chiqa olmaganlar bilan gaplashganimda, ularning asosiy xulosasi shu bo'lgan. O'zi bu muammo yo'q ekan deganda, men zo'r narsa deb olgan, lekin prosta u tadbirkorlik kerak emas ekan. Odamlarga prosta kerak emas ekan bu narsa deb xulosa qilishgan. Shuning uchun birinchi o'rinda men shu narsa xayolga kelyaptim. Siz IT startup yoki ITda produkt qurmoqchimisiz, app qilmoqchimisiz, bu qaysi muammoni yechadi? U muammo necha pullik muammo? Odamlar o'sha muammoni hal qilish uchun necha pul to'lashga tayyor. Ko'p anaqalar, misol uchun Road 24, men o'zim ishlagan loyihada ham u yoqda ham shu. Ya'ni sizga jarima keladi. Agar jarimani vaqtli bilmasangiz, kech to'lasangiz, narxi oshib ketishi mumkin. Shuning uchun tezroq to'lashingiz kerak, tezroq bilishingiz kerak. 30%, 50%. Klikdan ham, misol uchun pul o'tkazmasangiz, siz borib qayoqqadir bank orqali o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Hamma joyda shu insonning qaysidir muammosi hal qilinadi. Qiziq loyihalar juda ko'p. Men endi bitta yosh katta akamiz bilan gaplashganda eshitdim, hammadan har xilda, hamma o'zining sohasidan loyiha aytadi. Men endi har xil sohadagi insonlar bilan gaplashganim uchun hamma sohada qiziq narsani eshitib yuraman. Bitta akamiz aytadi, yosh kattaroq akamiz, "Bu qiziq g'oya, qabristonlar uchun dastur." Bilasizmi? Qabristonlar uchun dastur. Qabriston uchun dastur. Ha.
Ya'ni siz qaysidir ma'noda shajara, ya'ni qaysi qabristonda qaysi qarindoshingiz yotganini ko'rib turasiz, lokatsiya boshqa narsalar bilan hammasi. Bu приложение orqali, ha, misol uchun ilova orqali, sayt orqali bo'lishi ham mumkin. To'g'ri, o'zingiz shajarangizni ham ko'rishingiz mumkin. Daraxtsimon usulda, misol uchun shajarangiz qaysi qarindoshlaringiz qayerda yotibdi, yoshi va hokazo, balki kim bilandir qachondir qarindoshligingizni o'zingiz kiritib, xullas bitta ratsionlashmagan bundan o'ylab qarasam bitta qabristonimiz qolibdi-da, qolgan hamma narsada o'sha biz ancha oldinlab ketamiz. O'zbekiston orqada emas. Ba'zi Yevropada yo'q bo'lgan applar ham bor bizda. Hatto uylanish uchun ham applar chiqyapti hozir. Hamma mavzudan kichkina startaplar chiqyapti. Uylanish uchun ko'rsatuvlar bor-ku. Yor-yormi bir nimalar bor. Endi shuni biz dasturchilarimiz muammoni aniqlab приложение variantini o'ylab topishadi. Qabriston degan variantingiz. Endi har bitta dasturchi dastur yaratishdan oldin uni moliyaviy tarafiga ham e'tibor qiladi, to'g'rimi? Bu endi balkim shunchaki prikol uchun qilgandir qabristonni. Prikol uchun ham emas, bir xil yaxshilik shunchaki o'zidan nimadir qoldirish uchun ham. Buni hech qanday moliyaviy tarafini o'ylamasdan. Hamma loyiha ham biznes loyiha bo'lmaydi, ijtimoiy loyihalar ham bor. Va davlat ijtimoiy loyihalarni o'zi moliyalashtiradi. Davlatda o'zi bu ijtimoiy loyihalar. Bu qandaydir shu ko'p ijtimoiy loyihalar. Endi degani davlatga sotib olish kerak degani, to'g'rimi? Davlat sotib olishi mumkin. Agar mabodo. Masalan, men ko'p ko'rgan ekologik loyihalar bor. Ko'pincha ekologik loyihalar sizga pul olib kelmasligi mumkin-da. Ya'ni ekologiya uchun nimadir yaxshilik, odamlarni misol uchun qaysidir yaxshi sharoitga olib chiqish, lekin odamlarga pul to'lashga tayyormiz. Bu ijtimoiy jamiyatga foyda. Davlat shunaqa loyihalarni moliyalashtirishi mumkin. Buning uchun alohida byudjet ajratadi-ya davlat. Agar shunaqa. Bunda ham g'oyangizni sota olsangiz va rostdan ish beradigan bo'lsa, endi davlatga sotgandan keyin menimcha 2 barobar ko'proq tushuntirib, ko'proq prezentatsiya bilan menimcha chuqur bo'lsa kerak bu narsa. Ha, endi buni o'zini etaplari bor, lekin o'rgatishadi. Hozir IT park bor, o'zida nima deydi, ular o'rgatadigan o'zini ichida mini kurslari bor. Siz boshlang, kompaniya oching, o'zlari sizni yetaklab, kerak bo'lsa chet el investorlar bilan uchratib qo'yishadi. Hozir bular tizimlashyapti ancha. Boya ham aytdingiz-ku, dasturchi bor, marketolog bor. Ya'ni ikkita odam buni boshlashadi. Bittasi faqat koding bilan shug'ullanadi, ikkinchi odam faqat shu reklama qilish, sotish bilan shug'ullanadi. Biznes tomoniga. Menimcha biznes tomonidan ham. Har doim shunaqa bo'lishi kerak. Shunaqa bo'lsa kerak menimcha, Misol uchun Zuckerberg ham, Steve Jobs ham o'zi shunchaki dasturchi bo'lgan, lekin kim bilandir boshlashgan har doim. Oldida biznesni, menejmentni tushunadigan inson bo'lgan. Ya'ni kelajakni ko'radi. Menimcha shu ideal biznes, men o'zimcha ko'raman. Shu bitta tadbirkorlik uchun ekan va bitta IT dasturlash uchun ekan odam bo'lsa. Faqat dasturchini o'zi ham qilib ketishda muammolar bo'ladi. Chunki dasturchi boshqacha fikrlaydi. Ular odamlar nimani sotib olish haqida, odamlarga qanaqa qilib taqdim qilish haqida uncha yaxshi bilimga ega bo'lmasligi mumkin. Lekin biznes ichida yurgan odam, savdoda yurgan odam uni yaxshi biladi. Shuning uchun ikkalasidan yaxshi juftlik chiqadi agar ikkita odam. Lekin odatda katta kompaniyalar ikkita odam bilan emas, ancha katta jamoa bilan quriladi. Lekin asta-sekinlik bilan bu jamoa ortib borishi. Alohida bo'limlar bo'ladi bu narsalar. Ha, shunaqa. Tushunarli. O'zi dasturchi inson deganda bizda bir g'alati fikrlash bor. Hamma o'ylaydiki, kompyuterchi deb aytadi. Ochki taqib, kompyuterning oldida ertalabdan kechgacha o'tiradigan inson bo'lib ko'rinadi. Shunaqa deb o'ylashadi endi. Bu sohadagilar bunaqa emas. Mana shu sohadan tashqarida ishlaydigan boshqa soha egalari aytishi mumkin. O'zi dasturchi inson qanaqa fikrlaydi? Fikrlash tarafdan so'rasam, mana siz dasturchisiz. Xo'p, oddiy inson kabi fikrlaysizmi? Men o'zim bitta gap bilan boshlayman, keyin isbotini ham aytib ketaman. Hamma dasturchi bo'lish kerak. Hamma dasturlashni o'rganish kerak. Har bir inson uchun dasturlashni o'rganish foydali. Xuddi har bir inson, misol uchun 10 ming qadam yurishi qanchalik foydali bo'lsa, har bir inson ertalab zalga chiqishi foydali bo'lsa, xuddi shunga o'xshash dasturlashni o'rganish ham foydali. Ko'p rivojlangan davlatlarda dasturlash maktab darslariga kiritilgan. U dasturchi bo'lib ishlab pul topish uchun emas, dasturlashni tushunib, undagi mantiqni anglash uchun, logik fikrlashni shakllantirish uchun dasturlashni o'rganishadi ko'p odamlar. Shuning uchun ham men dasturlashni o'rganish kerak deb hisoblayman. Dasturlash sizni fikrlashingizni shunaqangi moslashtiradiki, siz konkret o'ylab, konkret javoblar berishga o'rganasiz. Muammolarni yechishga o'rganasiz. Dasturlash o'zi muammolarni yechish, hayotdagi, biznesdagi sizda qanaqadir biznes logika shakllanadi. Masalan, katta kompaniyani boshqaradiganlarda aytaylik, bitta boshlig'i tagida yana 10 ta bo'limi ularni qo'lida, yana bo'limlar boshlig'i shunaqa yuzlab xodimlarni boshqarish mumkin. Bundoq qarasangiz oddiy odam shunchani qanday boshqaradi deyiladi. Lekin dasturchi ham
kodlarni shunaqa aytaylik papkalarga bo'lingan, har bitta papkani ichida yana papka, uni ichida yana qanaqadir fayllar, har bitta fayl ichida kichkina kod bo'laklari har bittasi qanaqadir funksiyalni bajaradi. U uni biznes logikasini tuzadi, arxitekturasini tuzadi. Va buni fikrlashi biznes logikasini nima deydi, qaysidir ma'noda oshiradi. Bu kabi muammolarni yechish. Va nimadir muammoga doim duch keladi, uni yechadi va boshqa muammoga duch keladi. Ya'ni yechadi, boshqa muammoga duch keladi. Va dasturchi qaysidir ma'noda sabrli bo'ladi. Xato va muammolar uchun doim panikaga tushmasdan shundoq qilib turib o'sha muammoni parchalab bitta-bittalab hal qilish qobiliyati unda shakllanadi. Va nima deydi, aylantirib yurmaydi. Ular bilan gaplashsangiz ham odatda konkret sizga savolga javob beradi. Xuddi matematikaga o'xshab aniq tochkasiga urib kerak narsani gapiradi. Ularga misol uchun ish buyursangiz ham necha martalab aytsangiz shart emas. Qisqa aytasiz, bo'ldi. Yog'ini olib ketadi. Ular bilan gaplashsangiz o'zingiz tushunasiz. Qisqa gap bilan, ish bilan nima deydi, o'zi shunaqa shakllangan. Kam gap bo'ladi ko'p dasturchilar. Bitta men istisno bo'lib qolganman. Joy kelganda gapiraman, chunki o'zimga nima pedagogika, ustozlikka bo'lgan qiziqishim bo'lgan. Oldindan shunaqa tempda bo'lganim uchun, lekin ko'p dasturchilar kam gap ish qiladi, ko'proq o'ylaydi va xarakteri ham shunga yarasha bo'ladi. Ha, bizda oldingi sonlarimizda ham dasturchi aytishni kelganlar, ular bilan suhbatlashganimda bilganmanki, что dasturchilar rostdan ham kam gap, faqat ishni qiladigan va ko'proq introvert odamlarga o'xshaydi. Ekstrovert emas, introvert, ko'p odamlar bilan suhbatlashni yaxshi ko'rmaydi. Yaxshi ko'rish mumkin, o'zlari xohlashmaydi, ko'proq talpaga kirgisi kelmaydi, ko'proq yolg'iz qolgisi keladi. Mana shunaqa. Ha, lekin buni minus tomoni ham bor va dasturchilar buni biladi va bu qobiliyatni, ya'ni leadership va ekstrovertlikka harakat qiladi. Ya'ni siz bitta qaysi darajaga chiqdingiz, misol uchun senior dasturchisiz, komandani boshqarish va katta pozitsiyalarga o'tish uchun sizda liderlik, qaysidir ma'noda jamoani o'zingizga ergashtira olishingiz va shu kabi soft skilllar ham kerak bo'ladi. Va ko'pchilik dasturchilar buni ish davomida shakllantirishadi. Alohida o'qishadi, bir xil o'rganishadi. Chunki biz jamoaviy ishlaymiz. Biz jamoaviy ishlaganimizdan keyin biz bir-birimiz bilan muloqot qilishimiz kerak. Muammolarni birgalikda hal qilishimiz kerak. O'rtaga ko'tarib, argumentlar bilan har bitta yechimimizni asoslab berishimiz kerak. Va mana shu narsalar bizda introvertlikdan ozgina chiqishga talab qiladi. Shuning uchun ko'pincha katta kompaniyada ishlaydiganlar yoki o'zini karyerasida ishlab o'sganlar mana shu qobiliyatni o'zi shakllantirgan bo'ladi. Ular jim o'tiradi, lekin mikrofon bersangiz, konkret joyga urib, masalani hal qilib beradi. Mana bu Zuckerberg bilasiz, Meta Facebookning asoschisi. Yaqinda UFC'larga chiqib yuradi. Xalq nima deydi, social joylarga yaqin-yaqinda shunaqa chiqib yuradi. Oldin ko'p kuzatardim. Xuddi bir sun'iy intellektga o'xshaydi harakatlari, xatti-harakatlari, robotga o'xshab qolgan. Bilmadim, balkim mediada shunaqa ko'rinar, lekin harakatlar robotga o'xshab qolgan. Aytishniklar, dasturchilar yoki mana shu umuman texnologiya ichidagi insonlar ko'proq shunaqa robotga tortadi ularni xatti-harakatlar. Endi bilaman, bu shaxsiy fikr, hech qanaqa hech kim tanqid qilmayapman yoki ustidan biror narsa qilmoqchi emasman. Bu o'zimning fikrim. Shunchaki kuzatayotganimdan aytayapman bularni. Balkim tashqaridan qanaqa ko'rinadi, qanaqa. Bilmam, soha balki shunaqa qanaqadir umumiylik bilan, xarakter bilan jamlashi mumkin. Lekin to'g'risi, dasturchilar davrasida o'tirsangiz, ular siz bilan mavzu tushmagani uchun sizga shunaqa ko'rinishi mumkin. Misol uchun shartda kirib davay Python zo'r desam, bo'ldi, boshlandi deyapti. Ha, o'zlarini o'zimizning mavzuimiz bor. O'sha mavzu ochiladi. Keyin siz misol uchun u gapirmoqchi bo'layotgan, u uchun ichida xayolda aylanayotgan mavzu bilan texnikroq mavzuni gaplashmasligi mumkin siz bilan. Lekin shunaqa odamlarning orasida dasturchilar o'zining orasida choyxonada rosa hangoma qiziydi. Ha. Buning uchun mana o'zini sohasidagi insonlar ko'proq bo'lishi kerak. Dasturchi bilan DJ-ni qo'yib qo'ysa kelishmaydi fikrlash. Biz o'zbek tilidan biz dasturlash tilida gaplashamiz degan shunga o'xshab. Bizning o'zimizning tilimiz bor, qaysi ma'noda. Hammada shunaqa. Kelajakni qanaqa ko'rasiz, Omjon aka? Kelajakni qanaqa ko'rasiz? Dasturlashda? Umumiy, misol uchun mana AI rivojlanyapti, texnologiya rivojlanyapti. 100 yil oldingi bilan hozirgi davrda nimalar bo'lib ketdi 100 yil ichida, ha? 100 yil keyingi endi tasavvur qiling, qanaqa fikrlaysiz, qanaqa tasavvur qilasiz? Xo'p, men yaqin kelajakni qanaqa ko'raman? O'zi hozirdan shunga qadam ketyapti. Sun'iy intellektlarning davri. Bundan buyog'iga sun'iy intellektli agent
qarab o'tdi. Oldin katta til modellari va hokazo, GPTlar, endi o'sha agentlar davri. Ya'ni har bir insonni o'zini agenti bo'ladi, sun'iy intellektli. Sizni vazifalaringizni bajarib beradi. Misol uchun siz ertalab turdingiz, nimalar qilmoqchiligingizni unga aytasiz, u o'sha narsalarni oldindan sizga tayyorlab qo'yadi. Kimlardir uchrashuv yoki qaysidir kafedan qahvani buyurtirib qo'yadi. Sizni nimadirlaringizni yozib beradi. Kimgadir Telegramingizga kirib javob yozar. Instagramda siz o'zingizga post yoki stories qo'yar. Mana shu vazifalarni siz o'zingizga qilib beradigan takoriy jarayonlaringizni osonlashtirib beradigan sizni xizmatchingiz bo'ladi. Sizni agentingiz bo'ladi. Bu ani kinoda bor-ku, Jarvis. Ha, assistent bo'ladi. U sening sun'iy intellekt, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Xuddi o'sha narsa bo'ladi. Odam emas, sun'iy intellekt qiladi. Bu kuningizni rejalashtiradi, kim bilan uchrashingiz kerak, sizni uyg'otadi, balkim personal assistant, personalniy assistent. Shunaqa. Bunga keyin unchalik ko'p mablag' ketmasa ham kerak, sun'iy intellekt qilgani uchun. Ya'ni menimcha o'sha energiya va vaqt jihatdan. Yaqin orada telefon aloqa kompaniyalari, telefon ishlab chiqarganlar ham o'zining telefoniga uni qo'shib qo'ysa kerak. Qo'shib, ya'ni yangicha future sifatida qo'shsa kerak. Hozir dasturlar bor, agent dasturlar chiqyapti. Alohida uni o'rnatasiz, o'zingiz agentingizni qo'shishingiz mumkin dasturlashdan xabaringiz bo'lsa. Hatto hozir ChatGPTning yangi imkoniyati chiqdi, yangi to'li chiqdi, agentda kod yozmasdan turib osonroq qurish bo'yicha. Menimcha keyinchalik sekin o'z-o'zidan bu qo'shiladi, telefonning o'zida bo'ladi. Telefoningiz sizni agentingiz bo'ladi. Unga buyruqlar berishingiz mumkin bo'ladi. Buni yaqin kelajakda bo'ladigan narsani aytyapsiz. Ha, hozir misol uchun men oddiy tasavvur qilaman. Buni o'zim realizatsiya qilib berishim mumkin, ishlab chiqib berishim mumkin. Kimgadir telefon qilib gaplashib, nimadir zakaz qilib, o'rningizga shu chiqib berish. Va bu o'zi ishlayapti hozir. Endi kelajak haqida gapiradigan bo'lsak, qanday ko'rasiz kelajakni? 100 yil, misol uchun siz taraf tasavvuringiz qanaqa? Mening tasavvurim вообще qo'rqinchli tasavvurlar. Hammada har xil bo'ladi bu. Sizni dasturchi bo'lganingiz uchun, IT sohasida bo'lganingiz uchun ko'proq mana shu yangiliklardan xabardor bo'lishingiz mumkin yoki mana shu kompaniya, IT kompaniya sun'iy intellekt qayerga qarab ketayotganini ko'ra olishingiz mumkin. Balkim shuning uchun qo'rqinchli ham bo'lishi mumkin siz 100 yildan keyingi tasavvurlaringiz. Qanaqa narsalarga tayyor turishimiz kerak? Endi 100 yildan keyin bormizmi, yo'qmi bilmadim. Endi men 100 yillik aniq aytolmayman qanaqa, lekin yaqin kelajakda ba'zi kasblar yo'qolib borishi mumkin. Ba'zi kasblar boshqa kasbga o'rnini almashtirib borishi mumkin. Bu degani odamlar ishsiz qolib ketadi degani emas. Ularning ishini osonlashtirgan agentlar yangicha kasblar yaratishi mumkin ularga. Shularga tayyor turish kerak. Misol uchun oldin dasturchi deganda o'sha front end, back end tushunilardi. Hozir sun'iy intellekt chiqdi. Sun'iy intellekt bo'yicha dasturchi deganimiz machine learning injinier tushunilardi. Hozir sun'iy intellekt atrofida juda ko'p ish o'rinlari paydo bo'ldi. Juda ko'p. Prompt engineer paydo bo'ldi, AI, head of AI, yana va hokazo. AI engineer alohida kasb bo'lib chiqdi. Va bu kasblar bilmadim, o'nlab data engineer, data analitiklar, data scientistlar hammasi sun'iy intellekt atrofida. Sun'iy intellekt uchun kerak bo'lgan vakansiyalar. Ya'ni IT ichidagi vakansiyalar ko'payadi. Kasblar yo'qolmayapti, shunchaki yangilar chiqyapti. Ha, yangilar chiqdi. Misol uchun backendchiga ish kamaydimi deydigan bo'lsa, umuman dasturchiga ish kamaydimi desa, yo'q, shunchaki yangi kasblar yaratilyapti uning atrofida. Va o'shalar bilan integratsiya qilishingiz mumkin. Misol uchun shaxsan men o'zim ham bir vaqtda 3 ta 4 ta rezюме qilib qo'yishim mumkin hozir. Aynan, misol uchun, chunki sarlavhani o'zgartirsangiz va u kasb talab qilayotgan ko'nikmani egallash juda oson dasturchiga. Bir haftada o'sha yangicha chiqqan kasb ko'nikmasini o'rganib olishingiz mumkin. Ya'ni bitta dasturchi bitta emas 3-4 ta kasb ishlashi mumkin bo'lgan holatga qarab ketyapti. Shuning uchun ham aytaman, dasturlashni menimcha hamma o'rgansa foydadan xoli emas. Hech bo'lmasa fikrlashi, dunyoqarashi to'g'riladi va zamonaviy kasblarga yanada tayyor bo'lib boradi. Yana bir qo'shimcha, dasturchi odam ma'lumotlar bilan ishlashni bilishi kerak, to'g'rimi? Ya'ni data baza bilan. Ha, endi har xil dasturchilar bor. Backend dasturchilar, frontend dasturchilar ma'lumotlar bazasi bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlamaydi. Lekin bizda backend dasturchilar, database injenerlar bor, data injenerlar bor, data scientistlar bor, machine learning, AI injenerlar. Mana shular odatda shu datani atrofida. Hozirgi asr oltini bu data. Buni 5 yil oldin eshitgandim, mana hali ham shunaqa bo'lyapti. Data, ya'ni ma'lumot eng qimmat. Hatto ma'lumotni to'playdigan odamlarga soatiga $40-50 beradigan kasblar chiqyapti. Yangi AI kompaniyalar ochilyapti. Misol ChatGPT bo'lsa, shunga o'xshash AI kompaniyalar ochilyapti-da. O'sha ma'lumotlarni yig'ib kiritib berish uchun sun'iy intellektga yangi ma'lumotlarni o'qitish uchun odamlarga soatiga $40-50-60 pul to'layapti.
Va bu ham yangi kasb. Sun'iy intellektga ma'lumot yedirib turuvchi. Masalanda o'zbekcha tarjima qilgan. Usiz bo'lmaydi, to'g'ri? Sun'iy intellekt uchun eng katta ma'lumot bu data. Ya'ni eng ozuqasi data. Shuni motor desak, misol uchun unga agar ma'lumot kirgizmasak, u bizga javoblarni chiqarmaydi. Data baza qanchalik katta rol o'ynashini endi men bilaman. Bundan oldingi suhbatimizda gaplashgandim mehmonimiz bilan. Lekin bizni sharoitimizda data bazani shakllantirish biroz qiyinroq ekan. Ya'ni O'zbekiston sharoitida. Data baza edi. Sun'iy intellektda biz data set deb ko'p atama bilan ataymiz, data setlar. Oldin shunaqa atama bor edi. Endi sun'iy intellekt O'zbekiston sharoitida qilish qiyin, chunki katta data setlar yo'q va hokazo. Lekin hozir menimcha osonlashib boryapti, chunki ko'p vazirliklar raqamlashyapti. Ma'lumotlarda, misol uchun, integratsiya uchun ancha oson API'lar sizga chiqazib beradi. API degani bu sizni uni dasturga ulanish uchun qaysidir sizga link uni dasturga ulab dastur qo'shish uchun. Undan tashqari hozir tayyor sun'iy intellekt, tayyor misol GPT ga o'xshagan modellarni foydalanib sun'iy intellektli dasturingizni ishlab chiqishingiz mumkin. Misol uchun aytaylik, sizning kompaniyangiz bor. Kompaniyada aytaylik qanaqadir ma'lumotlar bor. Siz yangi ishga kirgan xodim kompaniya muhitini o'rganish uchun sun'iy intellektli dastur ishlab chiqmoqchisiz. Kompaniyangizdagi hamma ma'lumotlarni asosida GPT turgan sun'iy intellekt modeliga o'qitasiz. Bu RAG deyiladi. O'sha RAG tizimini qilasiz va o'sha orqali siz ichki ma'lumotlaringizni bergan holatda yangi dastur ishlab chiqasiz va yangi kelgan odamga o'sha sun'iy intellektni o'zi nima qilishlarini o'rgatadi, hammasini. Bu kompaniyada qaysi ishga kirsa nima bo'lishi, nima qilish kerakligi, ma'lumotlar bilan ichki ma'lumotlaringiz hammasini o'zi o'rgatadi. Masalan, bu kichkina bitta misol. Va bu ancha osonroq, oldingidek juda qiyin emas. Oldin gapi bog'lash juda qiyin masala edi sun'iy intellektda. Hozir buni o'zi tayyor modellar qilib beradi. Ish osonlashib boraveradi-ya bunga. Ha. Endi shu o'rinda lekin ma'lumotlarni yig'ish har xil yo'llarni ham qo'llaydi ba'zi kompaniyalar. Ma'lumot o'g'irlaydi. Ha, qaysi tomonda o'g'irlaydi. Siz bilmaysiz. Lekin ko'pincha dasturlarga siz pul to'lamayotgan bo'lsangiz, u yerda shunaqa gap bor. Siz mahsulotga pul to'layapsiz, demak u yerda mahsulot sizsiz. Ba'zilari sizga reklama ko'rsatib turib pul ishlasa, ba'zilari sizni ma'lumotlaringiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz, sizni didingiz, nimalar ko'rishingiz, nimalarni yoqtirishingizni ma'lumotlarni sotadiganlar bo'lishi mumkin. Endi ma'lumotlarga har xil, masalan, yaqinda bo'lgan vaziyat, mana shu 2025-yil, adashmasam, yoz oxirlarida bo'lyapti. Isroil katta ayblandi. Isroilning razvedka xizmati Microsoft kompaniyasi tomonidan, ya'ni ban qilindi, bloklandi. Ya'ni nimani qilindi? Microsoft kompaniyasi cloud, ya'ni bulutli xotira beradi. Ya'ni u yerga cloudga siz joylaysiz. Xuddi Telegramda cloud bor, faqat shuni kattaroq, boshqacharoq versiyasi kompaniya uchun. Shu yerga ma'lumotlar saqlasa bo'ladi. Isroil razvedka xizmati falastinliklarni soatiga millionlab suhbatlarini o'sha yerda saqlaganini aniqladi. Telefon suhbatlarini, ya'ni falastinliklarni telefon suhbatlarini eshitib turgan va shu yerda saqlagan. Azure Cloud degan aytaylik, ularni serverida. Buni Microsoft bilgandan keyin o'sha ularniga taqiq qo'ydi. O'z-o'zidan Microsoftga ham qarshi gapirlar bo'ldi orada, lekin Microsoft yo'q, men buni tarafdor emasman, o'sha xizmatni men o'zim cloudimdan chekladim, ularga taqiq qo'ydim. Lekin hali odamlarga ziyon yetkazmagan, unaqa ma'lumotlar aniqlanmadi. Ya'ni bizni xizmatlarimiz odamlarga ziyon yetkazmadi degandek o'zini oqlab ham xabar qilib chiqdi. Mana shunaqa usullarda ham va endi lekin u yer taxmin qilinyapti, nafaqat u yerda ma'lumotlarni saqlagan, masalan, falastinliklar suhbatlarini u yerda saqlab turgan, balki o'sha audio suhbatlaridan mazmunini ajratib olish, u yerdagi tekstlarni, ma'lumotlarni tahlil qilish uchun o'sha Azure'ni, Microsoftning sun'iy intellektidan foydalanishgan degan ma'lumotlar chiqdi. Bu endi globalni chiqdi-ya bu ma'lumotlar. Ha, yopiq ma'lumot emas. Endi hammaga chiqib ketmagan, lekin shu e'lon qilindi. Endi yopiq, to'g'ri, siz falastinlik suhbatini hammaga qochib tashlashmagan. Bizni auditoriyani kuzatadigan insonlar o'zi ko'pincha shaxsiy rivojlanish, tadbirkorlik va mutaxassislikka qiziqadigan insonlar, auditoriyamiz. Shuning uchun har safar harakat qilamiz suhbatimizda auditoriya biron narsa olsin. Ya'ni o'ziga kerakli, foydali narsa olsin, shunchaki gapimiz suhbat bo'lib qolmasin. O'zi vizier ma'nosini shu paytgacha suhbatlashib kelamiz. Ya'ni 18-mi, 19-chi xudo xolasa ketyapti bugungi suhbatimiz, epizodi Vizier podkastining. Vizier nima degani degan savolga ko'pchilik auditoriyamiz ham, ba'zi spikerlar ham mendan so'rab ko'radi, nimaga vizier? Vizier bu arabcha so'zdan olingan bo'lib, vazir degan ma'noni anglatadi. Vazir bilamizki, yordamchi, ko'makchi, maslahatchi. Biz ham mana shu yo'nalishda, ya'ni
tadbirkorchilikda, mutaxassislikda, umumiy shaxsiy rivojlanishda insonlarga yordamchi bo'lamiz, maslahatchi bo'lamiz, ko'makchi bo'lamiz deb xuddi shu yo'nalishda, ya'ni shu yo'nalish yetuklarini, yaxshi professionallarni chaqirib, kimnidir foyda olishiga xizmat qilyapmiz. Siz bilan keling, hozir shaxsiy rivojlanish haqida biroz gaplashamiz. Mana dasturchi inson sifatida ko'proq screen time bor, ko'proq ekranlarning oldida vaqt sarflaysiz. Chalg'ituvchi omillar ham bo'ladimi sizda? Misol uchun Instagram bo'lishi mumkin, Telegrammi, YouTube'mi, TikTok'mi? Mana shu narsalardan qanday saqlanasiz? Hozirda dasturchi bo'lish shart emas, shunchaki mukkasidan ketganlar ham bor-ku mana shu programmalar uchun. Boya ham aytdingiz, programmalar tekin bo'lmaydi hech qachon. Ma'lumot saqlanadi u yoqda. Instagramda ham tekin deyish mumkin, lekin u yoqqa ma'lumot yuboramiz biz. To'g'rimi? Nima degan bo'lardingiz, qani dasturchi sifatida? Xo'p, chalg'ituvchi omillar ko'p. Ayni hozirgi kunda chalg'ituvchi omillar juda ko'p. Nimadir narsani o'rganishda, aslida o'rganish emas, o'rganishga o'tirish hozir qiyin bo'lib qoldi yoshlarda. O'rganishga o'tirish. Ha, ya'ni o'rganish uchun vaqt ajratib o'tirib, bitta knopkani bosib boshlash. O'sha qiyin bo'lib qoldi. Chunki dars qilayotgan odam ham dars qilishga o'tirgandan keyin 2 soat o'tirsa, balki uni 1 soatdan oshig'ini telefonida nimadirlarni o'qib, Telegramga saqlab qo'yish mumkin. Eng yaxshi yo'li shunchaki chalg'ituvchi omillarni chetga qo'yish. Telefonni, misol uchun AirPlay pilot rejimiga solib qo'yasiz, chetga olib qo'yasiz va yana nima chalg'isiz chalg'ituv Telegram. Ko'p IT kompaniyalarda o'zi ba'zi IT kompaniyada shunaqa Telegramni Wi-Fi qabul qilmaydi. Telegramni Wi-Fi qabul qilmaydi. Ya'ni kompaniyani Wi-Fi ulanganingizdan keyin Telegram ishlamaydi. Ha, buni serverda o'zini shunaqa qilib qo'yishadi. Ha, Wi-Fi ni o'zi shunaqa qilingan. Telegramga ko'pchilik vaqtini sarflab qo'yadi. Bu faqat vaqt emas, aslida faqat vaqt emas, ma'lumotlarni tarqab ketishi. Ya'ni kodlar va hokazo narsalarni Telegram orqali tarqab ketmasligi uchun xavfsizlik tomonidan o'sha ba'zi ijtimoiy tarmoqlarni atayin bloklab qo'yishadi. Bu ham aslida foydaga ishlaydi shu kabi kompaniyalarda. Xo'p, o'zi prokrastinatsiya degan narsa ham bor. Kechiktirish. Ha, vazifani kechiktirib borish ko'pchilikda hozir kuzatilyapti. Ko'pchilik o'sha Instagramda o'tiradi, reels ko'radi, nimadir o'rganmoqchi, misol uchun dasturlash o'rganmoqchi yoki nimadir ish qilmoqchi, keyinroq qilaman. Mana shu narsani yengsa, menimcha hozirgi kunda bitta sohada natijaga erishish ancha oson. Chunki raqobat menimcha kamaygan. Oldingida emas. Chunki hozir nima desam ekan, ko'pchilik reels ko'radi, ko'pchilik dars qilishga ko'p vaqt ajratmaydi. Shu payt siz ozginalardan ko'proq mehnat qilsangiz, telefonni reelslarni chetga surib qo'yib, ozgina ko'proq dars qilsangiz, ulardan o'tib ketish oson. Chunki ko'pchilik chalg'itib turibdi. Siz shunchaki chalg'uvchilar qatorida bo'lmasligingiz ham, juda geniy bo'lishingiz ham shart emas bo'lib qoldi hozir. Yaqinda bitta artikelni ko'rganimda, o'zi boy odamlar, ya'ni boy deyishimiz mumkin yoki qandaydir boylikka ega bo'lgan insonlar hammasi ham juda ham aqlli insonlar emas ekan. Misol uchun very intelligent people deydi. Intelligent odamlar, intellektual odamlar hammasi ham boy emas ekan. Ba'zi intellektual odamlar bor, shunchaki o'rta pulga yoki kamroq pulga ham ishlab yuradi, juda aqlli. Juda ham aqlli insonlar. Nima ajratib turadi boylarni, boy insonlarni desa, u energiyasi ekan. Ya'ni ko'rsatayotgan energiyasi juda ham aqlli bo'lib ketsa, inson ba'zi narsalarni boshlashga o'zi ikkilanib qolar ekan. Chunki aqlli inson har tarafdan o'ylaydi-da. Bo'lib qolmasa-chi, bu tarafdan kelsa, har tarafdan o'ylab ko'radi. Ha, energiyasi to'la inson, davay, boshlaymiz, yo'lda nima bo'lsa bo'ladi. Qarochi o'sha. Ajratib turgan inson mana shu ekan. Dasturchilarda energiya qanday? Energiyani sarflash. Misol uchun ertalabdan kechgacha ko'proq kompyuter oldida sarflaydi. Bu ta'sir ko'rsatadimi energiya ham? Xo'p, ko'p IT kompaniyalar dasturchilari uchun aktivligini oshirish uchun ko'p qulaylik beradi. Misol uchun aytaylik, shaxsan men o'zim ishlagan kompaniyada ham 1 yillik zalga, yaxshi, Toshkentdagi ancha yaxshi zalga abonement qilib berishgan. Bemalol 1 yil shug'ullanib yursa bo'ladi zalga chiqib. Ancha qimmat, mashhur zallardan biriga. Undan tashqari ishxonada PlayStation'ni qo'yib beradi, kino ko'rish uchun kerak bo'lsa televizor qo'yib berishadi. Hatto turnik bruska o'xshagan narsalar ham qo'yib beradi. Iloji boricha aktiv bo'lishingiz uchun sizga hamma narsa qilib beradi. Siz o'zingizga his qilishingiz uchun sizga hamma sharoit qilib berishadi. Ya'ni
o'zingizgidek his qilsangiz siz o'tiraverasiz. O'tda ko'proq ishlaysiz, yanada samaraliroq ishlaysiz. Shuning uchun ham bu albatta endi odamni o'ziga bog'liq. Agar siz o'zingiz harakat qilib, misol uchun sportga vaqt ajratsangiz, kuniga qanchadir vaqt, undan tashqari boshqa mashg'ulotlarga, ya'ni vaqt ajratsangiz, bu yaxshi. Lekin ko'pchilik o'ylaydi, baribir dasturchilar faqat kompyuterga tikilib o'tirib faqat kod yozadi. Unaqa emas. Masalan, bizni bir kunda balki 1 yoki 2 soat vaqtimiz kod yozishga ketadi. Balki undan ham kamroq. Kod yozmaydigan kunlarimiz ham bo'lishi mumkin hatto. Biz yechimlarni o'ylash uchun vaqt ketkazamiz. Problem solving uchun. Qanaqa yechimlar qilish kerak? Mana shu narsalar uchun. Dasturning arxitektura tomonlari bor. U tomonlariga vaqt ketkazamiz. Kod yozish bizning yagona ishimiz emas. Ko'pchilik o'ylaydi, mana shu no code, ya'ni kod yozib beradigan sun'iy intellekt chiqdi, dasturchi ishini qo'ydi. Yo'q. Biz kod yozish unaqa ko'p ishimiz emasdi. Biz undan ko'ra ko'proq qilgan muammolarimiz, undan ko'ra ko'p qiladigan ishlarimiz bor. Bu bizni shunchaki nima desam ekan, buxgalteriya kalkulyator nima qilib beradi? O'sha hisob kitobi 3 xonali son ko'paytirmoqchisiz, kalkulyator tezroq qilasiz. Koding ham bizda qaysi ma'noda shunga o'xshagan narsa. U bizni bir vositamiz ishimizni amalga oshiradigan. Ya'ni dasturchilar o'ylash kerak. U o'ylashni yurib ham o'ylasa bo'ladi. Shunchaki ishxonada turib, o'rningizdan ofisda aylanib yurib ham o'ylashingiz mumkin masalanda. Birov urishmaydi, o'tir joyingga deb. Ya'ni activityni, ya'ni shunaqa boshqacha, ya'ni aytaman, shunaqa dasturchilar bor. Treadmill, ya'ni bilasiz, begovoy darushkada. Begovoy darushka ustiga notebookini qo'yib qo'yib ham yurib ishlashadi. Ya'ni hamma har xilda, o'zi uchun har xil qulaylik. Bir xili stolni, kompyuter stolni turadigan, turishga va o'tirishga moslashtiradi. Turishga moslashtirib qo'yadi-da, begovoy darushka qo'yib qo'yadi. Tagiga kichikroq versiyasini. Yoki o'rnidan turib ishlashadi. 1-2 soat o'rnidan turib, 1-2 soat o'tirib ishlashadi. Faqat qo'yib o'tirib ishlash ham hamma sohada. Bankda ham har qanaqa ofis ishlarida sog'liqqa baribir ziyoni bo'ladi. Shuning uchun ham buni o'zingiz boshqarishingiz kerak. Men shu paytgacha noto'g'ri o'ylab yurar ekanman. Dasturchilar, ya'ni aytishniklar, dasturchilar haqida ertalabdan kechgacha faqat kod yozish, hozir siz 1 soat, 1,5 soat, даже 2 soat, 8 soatlik ish bo'lsa, tasavvur qilsang, 4dan 1 qismini koding uchun sarflar ekansizlar. Qolganini o'ylash, problem solving, yana boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Mening fikrim, mana hozirdan boshlab dasturchilarga nisbatan o'zgardi. Ular ko'proq mana shu muammoni yechish, boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Men xayolimda faqat shu kompyuterda kod yozishadi. Endi o'zgardi. Hatto ba'zan kodlarni o'qishga ko'proq vaqt sarflaymiz kod yozishdan ko'ra. Kod o'qishga ko'proq sarflaysizlar yozishdan ko'ra? Ha. Ba'zan shunday qiziq bo'ladi. Ya'ni boshqalar yozgan kodlarni o'qib o'tirib, bu misol uchun katta loyihani davom ettirmoqchisiz. U loyihani davom ettirishdan oldin u loyiha o'zi qanaqa ketayotganini ko'rib chiqishingiz kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'qiysiz kodlarni. Yoki yana boshqa yerdagi boshqa dasturchilar yozgan kodlarni o'qishingiz to'g'ri keladi, uni tushunishga, ana shu narsalarga vaqt sarflanadi. Shuning uchun bizda toza kod degan tushuncha bor dasturchilar tilida. Toza kod bu nima degani? Toza kod shunaqa kodki, siz agar toza kod yozdingiz, demak sizni yozgan kodingizni boshqa dasturchi ancha oson tezroq tushunib ketadi. Bir xilda yangi xodim kelsa, oldin ishlab ketgan xodimni so'kib yomonlab o'tiradi-da. Kim yozgan buni qo'lingizga nima qilib yozib tashlagan deydi. Bu uni kod ishlamayapti degani emas, kod ishlayapti, lekin murakkabroq. Ya'ni tushunishga qiyin. O'qib tushunish qiyin. Tasavvur qiling, bitta fayl ichida 200 qator kod turibdi-da. Uni qarab chiqqunizgacha bosh oxirisi esdan chiqib qoladi-da. Uni toza kod yozish foydalari. Shuning uchun ham toza kod yozadiganlar qadrlanadi. Tushunarli. Yana shaxsiy rivojlanish bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, dasturchi nimalarni ko'proq o'zlashtirib borish kerak, nimalarga ko'proq fokus qaratish kerak, что uni kreativligi pastga tushib ketmasligi uchun. O'zi dasturchi odam kreativ bo'lish kerakmi yoki yo'q? Qaysidir ma'noda kerak. Lekin bizda ko'proq aniqroq, ya'ni har xil dasturchilar bor. Misol uchun UX UI dizaynerlar bu alohida. Ularda kreativlik juda muhim. Frontendchilarda ba'zan kerak bo'lishi mumkin alohida. Lekin backend AIchilarga ham kerak bo'ladi, yangi g'oyalar, kompaniya uchun, mana bu loyiha uchun kerakli skill hisoblanadi. Endi dasturchilar o'zi nima qobiliyatlarni shakllantirish kerak, o'zini ustida qanaqa ishlaydi dasturchilar degan narsaga qaytadigan bo'lsak, xo'p, dasturchi
texnik, ya'ni hard va soft skilllarini birdek rivojlantirishga harakat qilish kerak. Texnik tomondan, misol uchun, ba'zi dasturchilar algoritmik masalalar ishlashadi. Alohida. Ko'pincha bu katta ishxonaga kirayotganda suhbatda tushishi mumkin bo'lgan narsa. LeetCode degan platformadan ishlashadi. Odatda yana ko'p variantlari bor. Undan tashqari yangi chiqayotgan texnologiyalar, kattaroq frameworklarni o'rganishadi. Misol uchun ba'zi texnologiyalar bo'lishi mumkin. U hozir aytaylik 100 mingta yuzerga chidaydigan dastur ishlayotgan bo'lsa, shuni 1 millionta odamga ko'tara oladigan qilish uchun qanaqadir qo'shimcha texnologiyalar bo'lishi mumkin. Arxitektura tomonidan uni podдержка qilish, ana o'sha tomonlarni o'rganishadi. Ya'ni kirib ketaveradi. Bu endi texnik tomon. Endi soft skill tomonidan bo'lsa, agar xalqaro kompaniyaga tayyorlanayotgan bo'lsa, ingliz tiliga tayyorlanadi. Ba'zi IT kompaniyalar o'zlari ingliz tili kurs qilib beradi bolalarga. Ya'ni chet elliklar bilan ishlash uchun, qulayroq bo'lishi uchun shunaqa qilib berishadi. Til va endi muomala. Qaysidir ma'noda bu ham ahamiyatga ega. Siz dasturchi to'g'ri, tadbirkor bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashmaydi, lekin o'zini yechimini to'g'ri tushuntirib berish, jamoada o'zini fikrini to'g'ri yetkazib berish uchun ham muomala, ya'ni qaysidir ma'noda gapirish nutqi ham yaxshi rivojlanishi kerak menimcha. Men shunaqa deb hisoblayman. Muloqot qilish. Ha, muloqot, jamoada yaxshi ishlash. Bu endi jamoaviy ishlash qobiliyati hamma ishxonaga dasturchilar so'raladi, yozib qo'yiladigan narsa. Lekin bu qanaqa tekshiriladi deb ko'pchilik o'ylaydi. Bu o'zi loyihalarda o'zi ma'lum bo'ladi. Jamoaviy ishlay olgan odam qaysidir ma'noda boshqalarga yordam beradi. Nimadir vazifa bo'lsa, bo'yniga oladi yoki o'sha uchun o'zining yechimini aytadi. Fikrini bildiradi. Faqatgina bir burchakda emas, o'zini qaysidir ma'noda jamoaga foydasini sezdirib turadi. O'zi har qanaqa ishxonada ham shunaqa odamlar bo'ladi-yu, aktiv bo'ladi, boshqalarni tortadi, o'ziga ergashtiradi. Bu qobiliyat ham ancha foydali. O'zi biz mana shu hard skills, soft skills mavzularida juda ko'p gaplashamiz. Bundan oldingi mavzu deyarli har bitta insondan so'rayman. Bu hard skill, misol uchun dasturchiga kerakli narsa. Soft skill bu qanday kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar o'zingizda shakllantirishingiz kerak bo'lgan yumshoq ko'nikmalar. Ya'ni jamoada ishlay olish, muloqot qobiliyati, dasturchida bor, bu haqda menimcha bir gaplashaylik, o'zini sota olish qobiliyati, o'zini g'oyasini sota olish qobiliyati. Hard tomondan juda mukammal, zo'r, intellektual bo'lishi mumkin, lekin agar mana shu g'oyasini keyingi insonga tushuntirib bera olmasa, nimaga kerakligini anglatib bera olmasa, sota olmasa, bu qandaydir cheklangan tarzda bo'lib qoladi o'sha dasturchi, to'g'rimi? Sizda mana ko'ryapman, muloqot qilish qobiliyati bor. Endi jamoada ishlash qobiliyatingiz qanaqaligini bilmayman. Shu paytgacha suhbatimizdan ko'ramanki, yetkazib bera olish, muloqot qilish qobiliyatingiz juda ham yaxshi. Ya'ni soft skillsdan juda ham yaxshi sizniki. Ha, soft skill yana bitta muhim tomoni. Men o'zim kuzatganman. Tasavvur qiling, men ikkita shogirdim dasturchi ishga topshiryapti. Bittasini texnik bilimi, ya'ni dasturchi sifatida bilimi kuchli. Ikkinchisi uncha kuchli emas, lekin juda nima deydi? So'zamon. Astronom o'zini sota oladigan. Bozor ko'rgan deydi. Gapdon, bozor ko'rgan bola. Chekirayotganda aytaylik ikkilasi ham shikir, lekin o'zini sota oladigan bola yaxshiroq oylikka kirib ketdi. O'zini sota oladi. Texnik bilimi, dasturchilik qobiliyati bor, yo'q emas, bor, lekin nariginikchalik kuchli emasdi. Lekin u yaxshiroq oylikka dogovor qila oldi-da, shartnoma tuza oldi. U narxini tortishib, o'zini qancha pulga arzishini isbotlab qo'ya oldi. Bu yoqda faqat texnik bilim, lekin ozgina uyalchakroq, tortinchoqroq bola shunchaki o'limga taklif qilingan oylik bilan ish boshlab ketdi. Ya'ni qaysidir ma'noda sizni oyligingiz baland bo'lishida ham, daromadingizga ham ta'sir qiladi soft skilllaringiz. Hard skills cheklangan tarzda bo'ladi. Soft skills esa buni limiti yo'q. Misol uchun, agar hard skillingiz $3000 ga yarasha xodim bo'lsangiz, aytaylik, keyingi etapga o'tish uchun bu soft skilllaringiz yordam berishi mumkin. 10 gacha, balki 50 cheklanmagan. Demak, umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dasturchi uchun soft skilllar ham juda muhim. Lekin ko'p dasturchilarda menimcha bu narsa yaxshi shakllanmagan. Ko'p dasturchilar umumiyisini oladigan bo'lsa. Ha, endi lekin buni rivojlantirish kerak agar o'smoqchi bo'lsa. Men yaqinda eshitdim, maktablarda, ya'ni xususiy maktablarda bu soft skillslar bo'yicha darslar berilyapti ekan. Ya'ni jamoada qanaqa ishlash, restoranda qanaqa o'tirish, o'zini qanaqa tutish, kattalarga joy berish, mana shunaqa, ya'ni yumshoq ko'nikmalar buni. Buni o'zi aslida
uyda ota-ona tomonidan o'rgatiladi katta yon atrofdagi insonlar tomonidan. No, maktablarga ham mana shu narsa hozir qo'yilyapti ekan. Men juda xursand bo'ldim mana shu narsani eshitib. Do'stlashish, aytibdi, mana 5-A sinfda o'qiydigan bola ustoz aytib beryapti. 5-B sinfdagi bolalarning oldiga borib bir to'rtta do'st olib kelish missiyasi qo'yilibdi, ya'ni vazifasi qo'yilibdi. Buning uchun soft skills kerak, ya'ni do'st bo'lib ketish uchun. Juda xursand bo'ldim. Mana shunaqa soft skillslar ham ta'limlarda qo'llanayotganda. Demak, bu mavzuga yakun yasadik, Komiljon aka. Sizdan bir qiziq narsalar haqida so'ramoqchiman, chunki men ham mana shu narsani his qilgim keladi. Dasturchi sifatida hech qiziq voqealar ham bo'lib turadimi ish jarayonida? Mana shunaqa bir qandaydir unikal holatlar ham bo'lib turadimi? Ha, bo'ladi. Bitta kompaniyada ishlayotgan paytim, kompaniya nomini aytmayman. Juda qiziq voqea bo'lgan. Xullas, ishlayapmiz, juda katta dastur, juda katta tizim, juda ko'pchilik insonlarga ta'sir qiladigan katta loyiha u aslida. Ishlayapmiz, birdan ishlamay qoldi. Biz yasayotgan dasturimiz ishlab turibdi. Ancha yillardan beri ishlab kelgan, ishlamay qoldi. Hamma yoqda xatolar qilamiz. Qayerda xato qildik, nima o'zgarish qiluvdikki, shu narsa bo'ldi. Shunaqa boshqa olganman. Hamma joyni qidiryapman, chiqmayapti. Server tomonidan ham hammasini qidiryapman. Nima xato bo'ldi? Qanaqasiga ishlamay qoldi bu deb. Topolmadim. Oxirgi xatolik hamma o'zgarishlarni, даже boshqa dasturchilar yozgan kodlargacha titib chiqyapman. Chiqmayapti. Xuddi men hozir nima deydi, butun boshqa tizimni qo'llatib qo'ygan odamga o'zim his qilyapman. Shu darajada nima stress, depressiya, bilmadim, sochimga bir nechta oqam tushdi o'sha vaqt o'zida, necha daqiqalar ichida shunaqa vaqt ketyapti. Vaqt juda sekin o'tyapti. Ishlab turgan narsa, ishlab turgan narsa shunchaki ishlamay qoldi. Bu butun katta tizim. O'sha payt xullas shunaqa o'zimiz yog'imizga o'zimiz xorlayotgan paytimizda keyin klient tomonidan telefon qilishdi. Ha, bo'ldi, topdik muammoni, tuzaldi. Farroshimiz server xonani tozalashga kirgan paytda shower bilan tegib ketib, server to'kdan sug'urib qo'ygan ekan. Server chiqib ketdi, o'sha server chiqib qoldi. Shunga shunaqa bo'lgan ekan. Bo'ldi, to'kka ishlab ketdi dedi. Lekin o'sha paytda o'zim bilmadim, qanchadir vaqtga qaragandek his qildim o'zimni. Ha, bu shunchaki accident, ya'ni baxtsiz hodisa bo'lib, shunchaki simlarni uzib yuborgan. Ha, shunchaki o'sha server to'kdan chiqib ketgan. Bu necha soat bo'ldi? 1-2 soatmi? Yo'q, menimcha uzoq 1 soatga ham yetdi yoki yetmadi. 1 soatda hamma narsani his qilibsiz-da. Men ko'zim oldida hamma narsa o'tdi. 1 soat ichida. O'sha vaqt o'zida. Ishlab turgan server katta korxona dedingiz-a buni? Ha, endi katta. Ancha ta'sirli joyda shunaqa bo'ldi. Shunaqa vaziyatlar ham ko'p bo'lib turadi, demak, unaqa qiziq, kulgili vaziyatlar bo'ladi. Bu narsalarni men faqat kinolarda, komediyalarda o'ylabdim, lekin o'zim ham boshimdan o'tdi. Juda qiziq, ya'ni kulgili xatolar bo'ladi ba'zan. Ya'ni o'zi, misol uchun, dasturchilar ham bir-biriga kulib aytaveradi, shunaqa qo'yinman, shunaqa bo'ldi deb kulishamiz. Endi bu texnik tomonni tushungan, dasturchilar tushunadi. Hozir aytsam, uncha tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin, lekin agar shu xatoni ko'rgan odam ko'rsa, rosa kulishamiz o'zimiz. Ba'zan xatolar bizga narsa o'rgatadi, lekin u xatolar juda kulgili bo'lishi ham mumkin. Texnik tilda gaplashganda. Xatolar tomonidan gapiradigan bo'lsak, ba'zi dasturchilar bor, o'zini yaxshi talantini, o'zini qobiliyatini yomon narsalar uchun sarflashadi. Bo'lishi mumkin приложениялар unaqa yaratish uchun, ilovalar yaratish uchun. Bu xoh gambling deydi-ku, bu qimor o'ynaydigan saytlar, yo saytlar emas, приложениялар qilish uchun. Общий saytga endi, to'g'rimi? Har bitta приложениyaning sayti ham bo'ladi, to'g'rimi? Yoki mana aytdik boya uylanadigan saytlar, dating apps, chatlar, qanchalik oqilisiz bu narsalarni? Endi har bitta odam o'zini qadriyati bo'ladi. Qanaqa loyihada ishlash, qanaqa loyihada ishlamaslik. Misol uchun, mavzu ko'tarilgandan ko'pchilik dasturlash halol kasb deganda halol kasb deydi, lekin bu doim degani ham emasda. Siz qanaqa loyiha ishlayapsiz, kim uchun xizmat qilyapsiz, loyihangiz kimlarning manfaatiga, kim uchun nima xizmat qilyapti, shularga ham qarash kerak. Meni o'zim uchun filtrim bor. Nimadir ishga taklif kelganda, o'sha filtrdan o'tkazaman. Birinchi gambling, ya'ni qimorga oid bo'lgan sohadagi loyihaga hech qachon qo'shilmayman. Menga qanaqa katta milliard pul aytsa ham qo'shilmayman. Ikkinchisi dating, ya'ni tanishuv platformalari bor, bilamiz. Tanishuv, video chatlar, u yerda hamma xohlagan ishni qilish mumkin. Unaqa narsalarga iloji boricha uzoqroq yuraman.
va yana bitta turi bu qaysidir ma'noda moliyaviy piramida, qaysidir ma'noda moliyaviy jinoyat yoki shunga boshlaydigan, qonunga to'g'ri kelmaydigan deb ketaylik. Umuman olganda, qonunga xilof va bizani qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan loyihalardan doim uzoq yuraman va dasturchilar doim filtr qilish kerak deb o'ylayman. Ishga kirayotganda bir xil kech biladi u narsani. Ishga kirib olgandan keyin haqida bilib turib keyin deydi. Ancha vaqt yutkazgani qoladi. Shuning uchun boshida so'rash kerak. Loyiha qanaqa proyekt? Sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Shu mavzuda bitta zo'r qiziq voqea bo'lgan. Xullas, menga ish taklifi bilan chiqishgan, yaxshi maosh taklif qilyapti va etaplardan juda tez o'tkazyapti. Juda tez va katta, ya'ni bozordagidan ancha katta maosh bilan taklif qilyapti. Men keyin so'radim, ancha etapdan tez o'tkazyapti. Nima o'zi loyiha qanaqa deydigan bo'lsam, sun'iy intellekt ishlab chiqish kerak. Xo'p, qanaqasi keyingi etapda tushuntiradi. Va hokazo oxiri qo'ymadim. Qanaqa sun'iy intellekt o'sha etapga keldi, keyin aytayapti. Bu sun'iy intellekt oddiy, faqat nima deydi, odamni modeli, qaysidir ma'noda. Bu sun'iy kimgadir nima deydi, sevgili, qaysidir ma'noda. Sun'iy intellekt yuzga, qiyofaga ega, qaysidir robot, odam yuzidagi, qiyofadagi sizni yaxshi ko'rgan insoniy sifat siz bilan suhbatlashadi. Romantik suhbat qilib o'tiradigan, shunaqa sun'iy intellekt prilojenni yaratishayotgan ekan. Shundoq yopdim, menga to'g'ri kelmaydi deb qochdim. Hozir to'g'risi bizda yo'q. Xudoga shukr, biz buni qarasak, lekin chet elda juda mana shu narsaga berilib ketishyapti. Yaponiyada ham yaqinda eshitdim. Sun'iy intellektga uylanyapti, sun'iy intellektni sevib qolibdi, gaplashib o'tirib, endi ularda shunaqa Apple rostlarim ko'payyapti. Gaplashib o'tirasiz, do'stingiz, boshqa sizga ruhiy madad beruvchi psixolog sifatida sizga anaqa qilishi mumkin, lekin yaxshi ko'rib qolyapti uni. Men uni yaxshi ko'rib qoldim, uylanmoqchiman deb chiqishyapti. Juda bir xunuk holatlar. Buni sun'iy intellekt shunaqaki, sizga endi ularga ham o'qitilyapti ma'lumotlar. Sizga yoqadigan narsani sizga gapiryapti. Odam psixologiyasini bilgan holatda sizni ichingizga kiryapti. Ba'zan men o'ylab qolaman, sun'iy intellektdan ehtiyot bo'lish kerak. Balki sizni qaysidir ma'noda aldab pulingizni gaplashib o'tirib, balki yechib olgan holatga kelishi ham mumkin. Hali gipnoz deydi, qaysidir shunaqa narsalar bor. O'sha darajada sizni o'ziga tortib olishi mumkin. Shuning uchun sun'iy intellekt bilan endi hozir bizda GPT-lar, ko'pchilik odamlar O'zbekistonda ChatGPT-ni biladi, shular biladi. Yaxshi, normal. Lekin chet elda buni juda ko'p ekvivalentlari bor har bir soha uchun. O'shalar bilan ehtiyot bo'lib gaplash kerak. Bir xillar hatto psixolog sifatida ishlatib, uni butun sirlarni, emotsiyalarini aytib berar ekan. Ota-onasiga aytmaydigan ma'lumotlarni aytib berar ekan. Unga ko'ngliga yupatish berish uchun, uni xotirjamlik keltirish uchun. Bu juda ehtiyot bo'lish kerak. U ma'lumot to'playapti. O'ziga qarshi ishlatish mumkin ertaga o'sha ma'lumotlarni. Bu как ma'lumotlar omboriga aylanib ketyapti. Qanchalik ko'p ma'lumot kirsa, ba'zida eshitdim, pasport seriyallarini beryapti ekan, prava nomerlarini beryapti ekan. Korxonalar o'zini buxgalterskiy счётlarini berib, misol uchun berishadi-yu, ishlarni oson qilib yoki mana shuni jadval tuzib beradigan. Shunaqa shaxsiy yoki korxona ma'lumotlarini berib, endi ba'd bilmadim endi. Ehtiyot bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak, lekin qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini men ayta olmayman bu narsani. Lekin bu tarafdan uylanish, endi bu jinnilik bo'lsa kerak prosta. Shunaqa. Sun'iy intellektga yo'q insonga uylanish bu bilmadim qanchalik to'g'riligi. Nima deydi? Hamma sizga berilayotgan quroldan har xil foydalanish mumkin. Bu bir qurol. Istasangiz yaxshilikka, istasangiz yomonlikka. Pichoqda osh pishirish ham mumkin, odamlarni qornini to'ydirish yoki odamni o'ldirish ham mumkin-ku. Sun'iy intellekt ham shunaqa. Hamma har xil maqsadda foydalanadi. Bu turdagi sun'iy intellektlarning menimcha o'sha founderlari, ya'ni ta'sischilari faqat shunaki moliyaviy tarafni o'ylab, moddiy tarafdan yondashayotgan bo'lsa kerak. Ko'proq pul qilamiz, mana shu narsani beramiz xalqqa deb. Bizda yo'q, xudoga shukr, aytdingiz o'zingiz ham bizda yo'q. Bo'lmasin ham bizga. Faqat shu manfaat beradigan startaplar bo'lsa, yosh bola aytdingiz-ku, maktab bolasi $1 million ga sotadigan, unaqalar bo'lsa faxrlanib yuramiz. Qanday yo'llar bor? Misol uchun faqat sun'iy intellektni ishlatib hozir hech qanaqa dasturchi bo'lish shart emas bunga. Shunchaki hozirda chiqayotgan sun'iy intellektlar orqali, endi buning uchun har doim researching qilish kerak, menimcha. Nimaga, qandaydir videolar yasashmi? Hozirda bor-ku, misol uchun yuzingizni ko'rsatmasdan, o'zingizni ovozingizni ishlatmasdan YouTube'da video qo'yish orqali qandaydir pul ishlash mumkin. Shortslarni yoki videolarni, endi bizda monetizatsiya yo'q. Chet elliklarda ko'rib qolaman, mana shu orqali ko'p bitta bloger bor. Faqat shu sun'iy intellekt orqali ba'zi yo'llar bilan pul ishlashni o'rgatadi. Copywritingmi, e-commerce'mi, nimadir sotishmi, ya'ni ish faqat sun'iy intellektda.
hech qanaqa dasturchi bo'lish shart emas bunga yoki qandaydir kasb egasi bo'lish shart emas, shunchaki sun'iy intellektni ishlata olsa bo'ldi. Siz ham mana shunaqa yo'llarni hech qiziqib ko'rdingizmi? Xo'p, sun'iy intellekt bilan daromad qilish manbalari bor. Hozir ko'pchilik ishlatyapti ham. Har xil o'ziga yarasha plyus-minus tomonlari bor. Misol uchun eng ko'p tarqagani, hamma ko'rayotgani o'sha content makerlik, ya'ni Instagram yoki YouTube uchun videolar tayyorlash. Yoki rasmlar, reklama uchun rasm posterlar yasashyapti, turli xil chiroyli videolar, qimmat bo'lgan video effektlarni qilishyapti, hatto kino ham qilib chiqarishyapti hozir. Aynan sun'iy intellekt bilan kliplar chiqarishyapti. Faqat sun'iy intellektga prompt yozish bilan klip, qaysidir mini kinolar, tarixiy shaxslarni tiriltirishyapti. Juda qiziq prikol narsalar qilishyapti. Lekin dahshat. Ha, sifati zo'r. Bu bitta soha aytaylik, video va rasmlar generatsiya qilish. Yana bitta yo'nalishimiz bu matnlar. Xo'p, matn generatsiyasi bilan ham yaxshi pul topayotganlar bor. Ya'ni maqolalar, tezislar, kimlardir diplomini yozib berib pul topayotganlar bor orqa tomonda turib. Ya bo'lmasa she'rlar yozdirishyapti sun'iy intellektga, hatto qo'shiqlar yozyapti sun'iy intellekt bilan. Sizni ovozingizda yoki nima deydi, sizni bergan so'zlaringizdan foydalanib chiroyli qilib bastalab qo'shiq aytib beryapti sun'iy intellekt. Ya'ni generatsiyaga oid bo'lgan joylarda juda yaxshi ishlayapti. U rasm, video, qo'shiq, matnlar, qayerda shunga oid bo'lgan narsalar bo'lsa, ba'zilar shunchaki o'zining kundalik ishida ham ishlatishyapti. Kundalik ishi ssenaristlik, ssenariyni ChatGPT ga yozdirishyapti masalan. Qaysidir ma'noda bu yerda ChatGPT pul topyapti. Yoki bitta dasturchi oldin bir o'zi ishlardi, masalan $3000 oylik olardi. Va ertadan kechgacha vaqti, energiyasi shunga yetardi masalan. Endi ko'p ishini sun'iy intellektli modellardan foydalanib, misol uchun kursorga o'xshash agentlardan foydalanib, ancha osonlashtiryapti. Endi u bir vaqtda 3 ta proyekt ishlayapti masalan, yoki 4 ta proyekt ishlayotgan bo'lishi ham mumkin. Va bu boshqa kasblarda ham kuzatilyapti. Bir vaqtda bir nechta loyihalarda ishlash. Mana shu kabi qulayliklari bor. Qaror umumiy qilib aytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt shu sizni qiyinligingizni oson qilishga mo'ljallangan qandaydir instrument. Shunday qilib umumiy qilib aytadigan bo'lsak, kelajakda bu yana bir eshitdim, 5 kunlik emas, 3 kunlik ish bo'lib ketadi hali. 3 kun ish, 4 kun dam. Ya'ni hamma narsani sun'iy intellekt qilgandan keyin odam nima qiladi? Faqat prompt berib o'tiradi, to'g'rimi? Promptni mana shu uyda 3 kun ham 8 soatdan sarflab, haftasiga 20-25 soat vaqt sarflab ham qilsa bo'ladi. Ya'ni kelajakda shunaqa bo'lib balkim shunaqa, balkim shu o'rinda yana bir narsa aytib ketish kerak. Ko'pchilikda savol tug'iladi, sun'iy intellekt dasturchilarning ishini olib qo'yadimi degan. Aslida men hozir ko'rayotgan tendensiya, hozir ko'rayotgan o'zgarish sun'iy intellekt ish ko'paytiryapti. Ya'ni sun'iy intellekt oldin yo'q paytlarida, misol uchun Python dasturlash tilini bilganlar, aytaylik backend va machine learning degan ikkita soha bor deylik. Hozir bu juda ko'payib ketdi. Python dasturlashni yaxshi bilgan odam hozir AI engineering alohida soha bo'lib chiqdi bu aytgandek. Yana u atrofida promptlar bilan ishlashga oid bo'lgan data engineering, data science va hokazo juda ko'p. Ba'zilarini sarlavhasi eshitib hayron qoldim. Yangisini aytaman, mana yaqinda ko'rganim, sun'iy intellekt yozgan kodlarni tozalovchi dasturchi degan. Ya'ni sun'iy intellektga dastur yozdirib ko'rishyapti, kichkina startaplar yoki tadbirkorlar, keyin oxiri sun'iy intellekt bitta joyga kirib qoladi, oxiri chiqib keta olmagan tubsizlikka to'g'rilolmaydi, o'zini qilgan xatosini shu darajada kodlarni buzib tashlaydi. Ana o'sha joyga kelgandan keyin davom ettirish uchun uni yaxshi tushunadigan dasturchi kerak. Uni to'liq o'rganib, uni qilgan ishlarini orqaga qaytarib, chiroyli toza kod qilib, bitta etapga, nima deydi, shablonga chiroyli qilib solib berish uchun. Va bu ham yangi kasb bo'lib kirib keldi hozir. Как virus yaratgandan keyin unga antivirus ham yaratish kerak-ku, shunaqa ma'noda, ha. Demak, suhbatimiz o'z nihoyasiga yetib boryapti, Komiljon aka. Biz o'zimizning suhbatimiz oxirida mehmondan film tavsiyasini so'raymiz. Ya'ni 3 ta film tavsiyasi bu shunchaki o'zingiz yaxshi ko'rgan yoki kimdir auditoriyani ko'rishni xohlashingiz mumkin, shunchaki tavsiyasini so'raymiz, tamom. Kameraga qarab yoki o'zimga 3 ta film tavsiyasini aytishingiz mumkin. Xo'p, endi buni balki ko'pchilik ko'rgan bo'lishi mumkin bu kinolarni. Men o'zim yaxshi ko'rgan kinolar Matrica, sevib ko'rgan kinolarning bittasi. Ijtimoiy e'tibor berdim mana shu Matritsani IT sohasidagi odamlar, dasturchilar ko'p aytishadi. Matrica deydi, avatar deyishadi. Menimcha bekorga aytishmasa kerak. Nimadir narsa bor bo'lsa, men ham Matritsani ko'rganman, shunchaki ko'rganman, dasturchi sifatida qaramaganman yoki qandaydir shu fikrlashimni o'zgartiradi degan narsa emas, shunchaki fantastika deb ko'rganman, oddiy tomoshabin sifatida, tamom hech narsa qidirmagan bu narsada. Social Network
kinosi bor. U ham tavsiya qilaman. Snowden yoki endi serial kattaroq tavsiya qilish bo'lsa, Silicon Valley, ya'ni Silikon vodiysi, Kremniy vodiysi degan serial bor. O'zbek tilida ham menimcha tarjimasi chiqqan bo'lishi mumkin. No, endi nima deydi, mentalitetga moslab kesib to'g'ri chiqarishgan bo'lsa, ko'rishsa bo'ladi. Lekin men buni umumiy ma'nosi menga yoqqan joy bu serialda butun boshli IT startapni ko'tarilib o'sha Silikon vodiysida Amerikadagi IT kompaniyalar yashaydigan joyda u yoqqa turishgacha bo'lgan jarayonlarni hazil-omuz qilib ko'rsatgan. Uni ko'rgan odam dasturchilikka qaysi ma'noda qiziqishi ham ortishi mumkin. Silicon Valley. U serial katta. Komiljon aka, siz bilan bugungi suhbatimiz juda yaxshi o'tdi, manfaatli o'tdi deb umid qilaman. O'zim ham juda ko'p narsalar o'rgandim. Ayniqsa dasturchilar sifatida bitta gap esimda hali ham turib aylanyapti. Dasturchilar kuniga 2 soatdan kod yozishadi. Hamma kompaniya har xil, lekin har kuni u ertalabdan kechgacha kod yozib o'tiradi degan fikrlash bor edi. Mana shu bugun o'zgardi. Rahmat sizning uchun. Bugungi suhbatimizga kelganingiz uchun rahmat. Oxirida yana bitta an'anamiz bor. Mana shu kameraga qarab, sizga qaratilgan erkin mikrofon, xohlagan narsangizni aytishingiz mumkin. Xoh kimgadir maslahat bo'lishi mumkin, xoh bilmadim, murojaatmi. Ko'pincha advice, ya'ni motivatsiya berib ketishadi ko'p spikerlarimiz. Qani, shunga qarab aytishingiz mumkin, boshlashingiz. Xo'p, biror bir zamonaviy sohani, kasbni o'rganmoqchi bo'layotganlarga tavsiyam, birinchi o'rganish kerak, to'g'ri o'rganishni. Agar siz o'rganishni bilsangiz, ya'ni davomiy o'rganishni bilsangiz, sabrli bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha sohani ancha-muncha qismini o'rganish uchun oson degani. Agar siz aynan dasturlash sohasini, misol uchun, o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda sohani o'ziga qiziqib, muhabbatingiz bilan kiring, shunda safaringiz davomiy bo'ladi. Faqat pulga emas, faqat hoyu havosga emas, aynan sohada qilinadigan loyihalarga, iloji bo'lsa o'zingiz dasturchi bo'lib nimadir loyiha qilmoqchiman deb kirsangiz, yanada katta natijaga bo'lgan masofangizni yaqinlashtirishi mumkin bo'ladi. Bugungi suhbat uchun sizga kattakon rahmat. Do'stlar, bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Vizier podkastida bugungi mehmonimiz Komiljon aka bo'ldilar. Agar qandaydir savol yoki so'rovlar bo'lsa, shu kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin va bizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi suhbatlarimizni kuzatish uchun albatta kolokольчикni ham yoqib qo'ying. Do'stlar bilan ham ulashishni esingizdan chiqmasin. Komiljon aka, kattakon rahmat. Rahmat.